Assalomu alaykum, guys. Yaxshimisizlar? Ho, qanday bo'lyapsiz? Aha, qani. Ovoz qanday eshitilyapti, guys? Ekran yaxshi ko'rinyaptimi? Ah, Va ovozcha yaxshimi? Qani? Tentak bo'lyapti, degaringizlarchi, nima degan? Hamma tomon o'ldi dengizlarchi? Vapshi, tentak bo'lib ketdi dengizlarchi, nima degan? Men to'g'rilab olaman, bir ikkita narsalar kutib turasizlar, albatta, doimgiday, as usual deydimi? As usual. Dun dun dun. Dun dun dun. Dun dun. Qanday bo'lyapsiz? Qani? Ovoz eshitilyapti, ha? Perfect. Qotyapman. Battar o'ngizlardan deb o'ylayotgan bo'lsa, battar o'qtingizlarda astagina. Boshlaymizmi? Xo'p, mayli, guys. Bugun aslida men bugun kun davomida faqat offline darslar tuzdim, boshqa bo'ldi. Sizlardan oldin ham reading, writing guruhga dars o'tdim. Shuning ham sizlarga aslida hech narsa o'tmoqchi emas edim bugun. Bugungi darsda admin qo'yarsammi dedim. Ertalab aytib qo'yganligim uchun mayli nimadir o'tvoramiz degandim. Keyin qaror qildim, juda muhim qaror qildim men. Demak, processni hozir bugun sizlar bilan faqatgina introduction bilan overview yozishni o'rganamiz. Process uchun to'liqligicha process yozishni ko'rmaymiz degan tasqonga processni faqatgina demak introductionni va overview yozishni ko'rib ketamiz. Keyinchalik vaqt bo'lganda to'liqligicha body paragraphlar yozishni ham ko'ramiz. Lekin har holda introduction bilan buguncha overview yozib turgan bo'lsak bo'ladi. Line graph, bar chart, pie chartlarni sizlar bilan o'zi yozib turgan edik. Map yozishga men video dars tashlaganman. Map yozishni ham hali o'rgatib ketiraman. Map yozish ancha oson. Hatto mapni ham ko'rib ketsak bo'ladi, balki introduction bilan overview yozishdi. Qaraymiz xullas kalom. Xo'p, va sizlar bilan demak taskondan shuni ko'ramiz va uni ko'rib bo'lganimizdan keyin yana listening va speaking uchun men sizlarga bitta videoni biroz joyini tahlil qilib beraman. Chotki bitta videochani shunday bir qismini tahlil qilib beraman. Tentak bo'lib qolasizlar o'zi. Shunaqa tentak frazalar, shunaqa tentak collocation idiomalar qo'llangan. Men 3 kundan beri uxlagandim. Ana shu videoni ko'rganimdan beri men ko'zim bo'yib kelgan. Shunaqa tentak qo'yayotgan bitta videochani sizlar bilan tahlil qilamiz. Xo'p, deydimi? Yo'qmi? Boshlaymiz astagina. Demak, taskonda processga keladigan bo'lsak, process yozayotganimizda men sizlarga bitta narsani tan olib qo'yishim kerak, guys. Ba'zida men ko'rib qolaman ayrim processlarni shunchaki hech narsani tushunmayman. Ayrim processlar bor, bilmam, hech imtihonda unaqa processlar tushmaydi ko'pincha. Bolalar process bunaqa bo'lar ekan deb yuradigan processlar imtihonda tushmaydi. Imtihonda asosan sizga tushadigan processlarni meni o'zimga process atiga 2 marta tushgan. Va menga qanaqa tushganligini ko'rsatishim mumkin sizlarga. Process IELTS writing task 1. Mana guys, mana shunaqa process tushadi imtihonda. Mana shuni hammasi imtihonda tushadigan processlar asosan. Asosan bunday nimanidir ishlab chiqarish haqida tushadi. To'g'rimi? Taxminan bir 8 ta bosqich orqali g'ish ishlab chiqarish. Taxminan bir 8 ta bosqich orqali yoki boshqa narsa ishlab chiqarish. Yoki deylik recycle qilish. Yoki 8 ta bosqich orqali bir kitob ishlab chiqarish. Shunga o'xshagan narsa odatda tushadi. Men o'zimga 2 marta process tushgan. Men tasavvur qilingizlar, 30 martadan ko'p imtihon topshirgan bo'lsam, shunda bir 2 marta process tushgan o'zi umumiy. Va guys, qizig'i nima bilasizlarmi? Men imtihondan tashqari biron marta ham process yozmaganman. Men hozirgacha birorta bir jonli darsimda ham bolalarga process yozib ko'rsatmaganman. Men biron marta process yozmaganman. Faqat birorta bir writingga video dars tuzayotgan vaqtim oldindan tayyorlagan bo'lishi mumkin. Lekin imtihondan tashqari biron marta men vaqtga qo'yib yoki shunchaki o'zim hech qayerga qaramasdan imtihondan tashqari biron marta process yozmaganman. Faqat imtihonda 2 marta process yozganman.
va ikkalasida ham 8 olganman. U vaqtda reytingim o'zi hali 8,5 emas edi. Reytingim 8 bo'lgan vaqt orada men bir necha marta bir har oy bilasizlar o'zi imtihon topshirayotgan edim. Hatto hozir ham o'zi deyarli har oy topshirishda davom etyapman. Va o'sha vaqtda deylik 10 martami adashmasam yoki bir 8 martalar adashmasam, yo 8 marta emasmidi? Bilmadim, xullas bir 7-8 marta reytingdan 8 olgandim-da. O'shanda 2 marta process ham tushgan o'sha orada. Va shunchaki imtihonda qaraganman, process tushgan. Oldin umuman tayyorlanmaganman. Lekin shunchaki nima yozishni bilaman. Introductionda qanaqa struktura qo'llash kerak va nimani ochib berish kerak. Overviewda nimalarga e'tibor berish kerak? Nima qilsa ball pasayib ketadi? Nima qilsa ball ko'tariladi? Nimaga qanaqa struktura qo'llash kerak? Qanaqa so'z qo'llash kerak? Shunga e'tibor bergan holda shunchaki yozib chiqqanman, bo'ldi. Ballimga ta'sir qilmagan. O'sha 8 chiqib bergan o'sha prosesdan birinchi marta imtihonda yozganman, shu ham o'z rating 8 chiqib bergan. Hozir ham agar imtihonda deylik proses tushib qolsa, 8,5 dan meni tushirmaydi o'sha rating. Baribir ratingga hech bo'lmasa 8 ham olib chiqaman. Shu uchun ham men ya'ni aytmoqchimanki, hozir sizlarga o'rgatadigan narsam meni o'zim imtihonda qo'llay oladigan narsalarim bo'ladi. Sizga meni o'zim qo'llay olmaydigan narsam men hozir shunchaki ko'rib o'rgatish niyatim yo'q. 100% men o'zim imtihonda qo'llab beradigan narsamga ko'rsataman. Shuni o'rganib olsangiz bo'ldi bular. Chunki boya aytgan narsamda ayrim proseslar meni o'zim ham ko'rib qolaman. IELTSda tushmaydi unaqa proseslar, bilmayman. Tushsa endi bilmayman, men unga yoza olmayman, men uni tushunmayman. Shunaqa proseslar bor. Men shunchaki u prosesda yozish bu yoqda tursin tushunmayman. Shunaqa proseslar bor. Men unaqa proses sizga o'rgata olmayman hozir, chunki o'zim ham tushunmayman u proseslar. Odatda men sizga demak, meni o'zimga o'sha tushgan proseslar va odatda tushadigan prosesni ko'rsatib ketishim mumkin. Xo'p, taza valaqlayotganda o'qib qolganman, nima ko'ryapsizlarmi? Yarim soatdan beri tapir qo'yapman, hech narsani o'rgatganim yo'q. Endi boshlaymiz mana. Demak, prosesdan shunday olamiz menga. Shunday, buncha tiniq bu. Buni tiniqligini ko'ryapsizlarmi, guys? Sizlarning yuzlaringizdek sof ekan. Buni turishini qarang. Asta yo'q qilamiz buni. Nima uncha tiniq chiqdi u, brat? Bunday qilsak. Hozir. The brake manufacturing process. Mana endi olamiz. Sizga demak qanday qilib qisqa vaqt. Imtihonda taxminan 5 minutga qolmasdan guys. Taxminan bir 2 minut ichida yoki oshib borsa 3 minut ichida qanday qilib process yozishingiz mumkinligini ko'rsataman. Introduction bilan overviewni. Ko'pchilik bolalar introduction bilan overviewga o'zi bir 10 minutlar vaqt sarflab qo'yadi-ku, atiga 2 minut yo 3 minut ichida. Xuddi sizlarga line graphda ham xuddi shunday ko'rsatganini bilasizlar. Barchatlarda ham. Bunda ham xuddi shunday ko'rib olamiz. 2-3 minut ichida Kung Fu Panda qilib tashlasangiz bo'ladi. Kung Fu Panda degan narsa bo'ladi. Xo'p, shunday olamiz. Yana bir ikkita proseslar olib qo'yamiz. Hammayni hali olmay turgan ko'rsatib ketsam bo'ladi. Bo'ldi, mana qarangizlar. Demak, birinchi o'rinda hali sizlar introduction yozish yoki overview yozish, body paragraph yozishdan oldin o'zi xuddi sizlarga bilan line graph, bar chartlar o'tganimizda maqsadini tushuntirib olgandim-ku. Xuddi shunday processning maqsadi o'zi qandaydir bir prosesni ko'rsatadi. Processning o'zi mana maqsadi, tasmon prosesda biror bir proses nechta bosqichdan iborat bo'lishi, har bitta bosqichdan keyin nima qilinishi, shu narsa va o'sha proses orqali nimanidir ishlab chiqarish, nimanidir amalga oshirish, nimanidir yuzaga keltirish haqida gap ketadi. Shu uchun ham introductionda siz shuni ochib bersangiz bo'ldi. Men o'zim introductionda har safar yozadigan narsa, qarayman, the diagram deyishim mumkin yoki the process factor. O'sha the diagram, masalan diagram nima qilyapti? Illustrates, masalan, ko'rsatyapti yoki shows desangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Shows so'zini o'rniga illustrate so'zini qo'llaganingiz bilan darajangiz oshib qolmaydi. Umuman bu narsa sizning ballingizga ta'sir o'tkazadigan narsa emas. The diagram shows how many stages or steps desangiz ham bo'ladi. Stages are involved in the process yoki in the procedure desangiz ham bo'ladi of doing something. Bo'ldi. Diagram
ko'rsatadi, nechta bosqich o'z ichiga olinishini nimadir qilish jarayonida. Misol uchun, nima qilish jarayoni haqida gap ketyapti? Manufacturing bricks. Misol uchun, g'isht ishlab chiqarish haqida gap ketyapti. Demak, the diagram shows how many stages are involved in the procedure of deganingizdan keyin manufacturing yoki producing bricks deysiz bo'ldi. Introductionda the diagram shows how many stages are involved in the procedure degani process, nimadir qilish jarayoni. Demak, g'isht ishlab chiqarish jarayonida nechta qadam borligi, nechta bosqich borligini diagram ko'rsatyapti. Yoki xuddi shunday boshqa xohlaganini olib turib bir xil yozib ketaversangiz bo'ladi. Xohlagan shunday tashkilot olasiz yana. Bunda chetdan olib qarash kerak. Mana misol uchun mana bunga qaraysiz. deb qo'yasiz. Qaraymiz. Mana. Qarangizlar. Mana bunga qarasak, the diagram below shows the various stages involved in publishing a book. Mana bu publish a book haqida gap ketyapti. Book publishment. Demak, kitob chop etish. Kitobni chop etishda nechta bosqich borligini ko'rsatyapti. Demak, the diagram shows how many stages are involved in the procedure of publishing books. Bu diagramda kitob chop qilishda nechta bosqich borligini ko'rsatyapti. Demak, the diagram shows how many stages are involved in this. Birozgina men bu tentak bo'lib qoldim, uncha yozuvchilar bormisiz, omonmisiz? Bunday qilamiz. Mundoq qilasizlar, mundoq qilamiz. Whoop deymiz, ketdi. The diagram shows how many stages are involved in the procedure of publishing books. Bookman. Kitoblar chop qilishda qancha stage, bosqich borligini ko'rsatyapti diagramda. Nima uchun bunday oson? Qarang guys. Introduction shunchalik oson, bir xil yozilar ekan. Nega bunaqa bilasizmi? Chunki task one process, hozir aytgan narsam, har doim nimadir qilish jarayonida nechta bosqich borligini ko'rsatadi. Task one'ning maqsadi shu prosesda. Shuning bo'ldi, siz introductionda shuni maqsadini aytasiz, bo'ldi. Diagramma ko'rsatadi, nechta bosqich o'z ichiga olinishini nimadir qilish jarayonida. Har safar xuddi shuni yozib o'tirasiz, qarish xohlagan. U muhim emas nima haqida gap ketayotganligi. Mana buni nima haqida shuni olasiz, duru deysiz, bunday kirasiz. Mana qarang. Biofuel production, how ethanol is made. Ethanolni qanday ishlab chiqarish haqida gap ketyapti. Biofuelni demak ishlab chiqarish haqida gap ketyapti. Buni biroz kichiktirishimiz kerak. Hozir biofuelcha. Mana shumidi? Xo'p, mayli-da. Bunda har xil tasvirlar bor ekan. How plastic bottles are recycled. Mana misol uchun plastik botollar qanday qilib recycle qilish haqida gap ketyapti. Buni ham shunday olasiz, qaraysiz va aytamiz. Diagramma ko'rsatadi. Demak, plastik botollarni recycle qilish jarayonida nechta stage, bosqich borligini deysiz. Har safar bir xil yozib ketaverasiz. Buni sababi oddiy. Task one processning maqsadi qaysidir jarayonda nechta o'zi bosqich borligini ko'rsatadi task one. Shuning ham bir xil yozaverasizlar. The diagram shows how many stages are involved in the procedure of nima qilish bu? Recycling plastic bottles. Bo'ldi. Diagramma ko'rsatadi qancha bosqich o'z ichiga olinishini. Demak, plastik botollarni recycle qilish jarayonida. Bir xil. Introduction xuddi shunaqa. Bunga vaqt ketkazish, o'ylab o'tirishda ham hojat yo'q. Pop, bum, yetkazib bo'ldi. Endi overviewga keladigan bo'lsak, overviewning maqsadi bilasizlar, overviewning maqsadi umuman olganda eng asosiy o'zgarishlar tasvirlaysiz. Overview. Line graphda ham, bar chartda ham, pie chartda ham, mapda ham, processda ham asosiy o'zgarishlar. Detallarda aytmaysiz. Misol uchun aynan men bu quritish jarayoni necha soat davom etishi, bu narsalar aytmaysizlar. Yoki aynan quritish jarayoni 4-bosqich ekanligi, bunaqa detallarga to'xtalmaysiz. Overviewda
umuman olganda nima ko'zga tashlansa shuni aytib ketasiz. Endi aytishimiz mumkin, from an overall perspective, umumiy nuqtai nazardan qaraganda, yoki overall deb yozsangiz ham bo'ladi, perspective. Umumiy nuqtai nazardan qaraganda, bunday qaraysiz, aytishingiz mumkin, birinchi jarayon umuman olganda nechta bosqichligini aytsangiz bo'ladi. Umuman olganda jarayon nechta bosqich? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asosan 7 ta asosiy bosqich bor. To'g'rimi? Asosan 7 ta asosiy bosqich. Shuni aytasiz. From an overall perspective, the process of brick manufacturing, brick ishlab chiqarish jarayoni involves, o'z ichiga oladi, nechta bosqich dedik? Involves, o'z ichiga oladi 7 major steps. Demak, 7 ta katta qadamlarni, bosqichlar o'z ichiga oladi. Commencing with nimadir? And culminating with nimadir? Va bu bosqichlar qaysidir jarayon bilan boshlanadi va qaysidir jarayon bilan tugaydi. Commence with something degani qaysidir jarayon bilan boshlanish, culminate esa tugash. Birinchi demak, har qanday prosesda nechta bosqich borligini aytarkansiz, 7 tami misol uchun mana bu bosqichlar, 8 tami, 9 tami, 6 tami, nechta mana shu. Shuni aytasiz, imtihonda har safar shunday qiladi. Umuman olganda deysiz, jarayon 7 ta, 8, 9, 10 ta nechtadir bosqichni o'z ichiga oladi deysiz. Commencing with. Va bu boshlanadi. Qaysi jarayon bilan boshlanyapti? Misol uchun bizda digging clay. Misol uchun bizda hozir clayni qazib olish bilan boshlanyapti. Shuni aytasiz. Commencing with digging clay and culminating with, va qaysi jarayon bilan tugayapti? Delivering products. Delivering and products. Va oxirgi mahsulotlarni yetkazish bilan tugayapti. Ko'rdingizmi? Demak, introductionda nimani ishlab chiqarish jarayoni, nima qilish jarayoni haqida gap ketayotganini aytasiz. Overviewda esa birinchi bo'lib turib, umuman olganda nimadir qilish jarayonida nechta bosqich borligi, bu jarayon nechta bosqich o'z ichiga olishi va aynan qaysi jarayon bilan boshlanishi-yu, qaysi jarayon bilan tugashi. Lekin buni o'zi yetmaydi, guys. Lekin bu joyda muhim narsa bor, guys. Agar siz shunchaki mana shunda bir 7 ta bosqich bor, 8 ta bosqich bor, mana bu bosqichda boshlanadi va mana bu bosqichda tugaydi jarayon desangiz, buni o'zi yetmaydi. Endi nima qilish kerak desangiz, Tasquan Layengrafda barcha parchatlarda of particular note-ni qo'llardik-ku. Birinchi umumiy o'zgarishlar aytib olardikdan keyin of particular note is eng ko'zga tashlanadigan ma'lumot bu. Men bu narsa qaysiga nimadir qiladi deb ketardik. Bunda ham xuddi shunday qilib eng ko'zga tashlanayotgan narsa bu joyda deb turib, bitta mana shu jarayonda har xil moslamalardan foydalanayotganligini aytib ketasizlar. Har xil moslamalar yoki bo'lmasam har xil ishchilar yoki xullas kalom har bitta jarayonda ko'pchilik odam birgalikda cooperate qiladi-ku, guys. Birgalikda collaborate qiladi, to'g'rimi? Misol uchun g'isht ishlab chiqarish uchun qarang, diggers. G'isht ishlab chiqarish uchun qazuvchilar juda muhim. To'g'rimi? Boyagi qumni qazib olish kerak kimdir. Xuddi shu bilan birga rollers. O'sha keyin qazib olingan narsani, demak, mana bundan o'tkazish muhim, rollers muhim. Xuddi shu bilan birga molders. U narsani mana bunday qoliplash ham muhim. Xuddi shu bilan birga dryers. U narsani qurituvchilar ham juda muhim. Xuddi shu bilan birga coolers. Uni salqinlovchilar ham muhim. Packagers. Uni packagega joylovchilar ham muhim. Va keyin delivery trucks. Demak, yetkazib beruvchi trucklardan foydalanish ham muhim. Ya'ni har bitta jarayonni birinchi umumiy nechta bosqichligi, qaysi jarayon bilan boshlanib, qaysi jarayon bilan tugashini aytasiz. Va keyin ayniqsa ko'zga tashlanayotgan narsa deb turib, is the collaborative involvement, misol uchun, of nimalarnidir during this process deb ketasiz. Bu jarayon eng ko'zga tashlanayotgan narsa esa bu jarayon davomida har xil mana bu narsalardan foydalanilganligi. Misol uchun bu joyda collaborative involvement of different parties desak bo'lar, har xil narsalar birgalikda aralashib qo'llanilyapti-ku. Like misol uchun diggers dedik, qazuvchilar. Yana nimalar dedik? Qazuvchilar ishlayapti bu joyda, rollers. Mana bundan o'tkazuvchilar ishlayapti bu joyda. Yana nimalar? Molders. Yana nimalar, kimlar ishlayapti bu joyda? Qaraysiz, dryers, qurituvchilar. Yana coolers, salqinlantiruvchilar. Coolers. Yana
packagers, package soluvchilar and delivery trucks va delivery trucklardan foydalanadi. Ko'rdingizmi? Birinchi demak jarayonda nechta bosqich bor va qaysi bilan boshlanib, qaysi bilan tugaydi. Ikkinchi gapda esa of particular note is the collaborative involvement of different parties like nimalardir. Ikkinchi gapda esa yana ko'zga tashlanayotgan narsa bu har xil mana bunaqangi narsalarni mana shu jarayon davomida foydalanilayotganligi deb ketasizlarda. Chunki qarang, bitta jarayonda har doim shunaqa bo'ladi, guys. Hech qaysi, hattoki bilasizlar, qalam ishlab chiqarish uchun ham qalamni o'zini ham bitta odam ishlab chiqarmaydi, to'g'rimi? Qalam ishlab chiqarishimiz uchun, guys, misol uchun kimdir o'rmonga borib daraxtni kesish kerak. Bunda daraxtni kesuvchilar bor. Xuddi shunday kimdir o'sha kesilgan daraxtni keyin tashish kerak korxonalarga. Bunda daraxtlarni tashuvchilar bor. Keyin korxonada kimdir o'sha daraxtlarga ishlov berish kerak. Ishlov beruvchilar bor o'sha daraxtlarga. Keyinchalik kimdir u narsani qolipga, o'sha nima, qalamga aylantirish uchun qolipga solish kerak. Qolipga soluvchilar bor. Keyinchalik, ya'ni har bitta bosqich degani o'sha bosqichda har xil odam ishlaydi degani. Uchun ham birinchi overviewda, demak, umuman olganda nechta bosqich bor u, qaysi bosqich bilan boshlanib, qaysi bosqichda tugashi. Ikkinchi gapda esa eng ko'zga tashlanadigan narsa esa mana bunga o'xshagan har xil partiyalarni, ya'ni har xil odamlar, har xil uskunalarni birgalikda ishlayotganligidir deb ketasizlar. Ko'rdingizmi? Har safar shunday yozasiz. Mana endi mana bu mavzuga keladigan bo'lsak ham, qarang, kitob ishlab chiqarish, kitobni chop qilish haqida gap ketyapti. Lekin qarang, kitobni ham shunchaki bitta odamni o'zi birdaniga ishlab chiqarib chop qila olmaydi, to'g'rimi? Kitobda nimalar bo'lishi kerak? Writers. Qarang, birinchi o'rinda kitob yozilishi kerak. Yozuvchilar ishlaydi. Va keyin publishing houses. Publishing houses bo'lishi kerak. Uni chop qiladigan uylarga yuborilar ekan. Editor, mana editorlar bo'ladi. Editorial experts. Sizda yozgan narsa, yozuvchi yozgan narsani edit qiladigan, tekshiradigan ekspertlar ishlash kerak. Undan tashqari contractors. Contract qilish uchun, aloqa, munosabat yo'lga qo'yishing contractors bo'lish kerak. Undan tashqari designers bo'lish kerak, mana layout, kitob ko'rinishini dizaynerlar dizayn qilish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Undan tashqari printers, guys. O'sha kitobni chop qilish uchun printers bo'lish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Undan tashqari keyin oxirida distribution professionals. O'sha kitoblarni tarqatuvchi professionallar ishlash kerak. Ya'ni kitob ishlab chiqarish jarayonida ham birinchi o'rinda 9 ta bosqich borligi va birinchi yozish jarayoni bilan boshlab distribution, tarqatish jarayoni bilan bosqich tugashligini aytasiz. Va eng muhim narsa of particular notes, eng ko'zga tashlanadigan narsa esa yozuvchilar, publisherlar, editorial expertlar, kontraktorlar, dizaynerlar, printerlar kabi har xil partiyalarni birgalikda ishlashidir deb ketasizlar. Ko'rdingizmi? Mana shu mukammal 9lik overview. 9 ga olsam bemalol 8, hatto 9 olaman shu overview. Chunki nafaqat siz nechta bosqich borligini, qaysi bosqich bilan boshlanib, qaysi bosqich tugashini ham aytyapsiz. Balki yana qo'shimcha sifatida mana shu jarayonda kimlar birgalikda collaborate qilayotganligini aytib ketasizlar. Ko'rdingizmi? Shunaqa. Qani endi buni yozasizlar sizlar. From an overall perspective, overall olib qaraganda, the process involves, process o'z ichiga oladi nechtadir steps, bosqichlarni, commencing with, va bu mana bu bosqich bilan boshlanadi, and culminating with, va mana bu bosqich bilan tugaydi. Va e'tibor bering, guys, siz aynan men aytayotgan so'zlardan foydalanishlaringiz shart emas. Siz boshlamoqqa comment so'zini emas, xohlang beginningni foydalaning. Farqi yo'q, guys. So'z muhim emas. Muhimi to'g'ri foydalansangiz bo'ldi. Struktura muhim emas, muhimi to'g'ri foydalansangiz bo'ldi. Shunchaki men o'zim foydalanadigan so'zlar ko'rsatyapman xolos. Siz commencing with demasdan mana bu joyga which commence with deb ketsangiz ham bo'ladi. Jarayon 9 ta bosqichni o'z ichiga oladi deysiz. Qaysiki mana bu jarayon bilan boshlanadi va mana bu jarayon bilan tugaydi deb turib which ni qo'llasangiz ham bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Strukturani o'zgartiraveringizlar. Muhimi nechta jarayon borligi, qaysi jarayon bilan boshlanib, qaysi jarayon bilan tugashini aytasiz birinchi gapda. Ikkinchi gapda esa of particular note, eng ko'zga tashlanadigan narsa esa the collaborative involvement of different parties. Har xil demak partiyalar, har xil odam, uskunalar birgalikda foydalanyapti. Misol uchun mana bu narsalar. Bo'ldi. Shuni o'zi
tasmondan xohlagan balni olishingizga yordam beradi. Qani guys? Tushundilaringizmi endi? Endi sizlarga bersam yoza olasizlarmi? Tentak bo'ldi amataman deyalasizlarmi, yo'qmi? Ha? Qanday bo'lyapti ishlar? Jotgami? Tushundilaringizmi guys? Birinchi demak, the process involves how many steps? Birinchi jarayonda nechta bosqich borligi? And it commences with what? Nima bilan boshlanishi jarayon? Culminates with what? Nima jarayon bilan tugashi? Va albatta eng muhimi, qanaqangi partiyalar, qanaqa odamlar, qanaqa ishchilar, qanaqa buyumlar, qanaqa uskunalar birgalikda foydalanilayotganligi. No. Jonga tegib ketdilaringizlar. Reklamat, tentak odamsizlar. Nima bunaqa tentak ishlar tushunmayman-da. Guys. Qachon odam bo'lasizlar aytingizlar. Qachon odam bo'lamiz aytingizlar. Mana endi yozingizlar-chi sizlar mana shunga. Nima qildim men? Tentak qildim men nimadir. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Ha, mana. Qani Ishmat aka. Ishmat aka yozingchi. Ishmat aka. Yozamiz, davay. Davay Ishmat aka. Davay yozmasa ko'maydi o'lsin bu dunyo. Mayli-da. Men buni biroz kichikroq qilib turaman, sizlarga xalaqit bermaslik uchun. Qani? Judayam oddiy. Men process yozish umuman qiyin emas. Map yozish processdan ham map yozish eng oson. Shunchaki siz tushunish muhim birinchi o'rinda. Muhimi tushunish muhimda. Introduction nima yozish, boshqa joyda nima yozish. Qani? Process. Va yana e'tibor beringizlar, boya aytgan narsa. Men bu from an overall perspective, umumiy nuqtai nazardan qarasak, ga o'xshagan so'zlar darajangizda oshirmaydi bular. Shunchaki overall umuman olganda deb ketsangiz ham, from an overall perspective, umumiy nuqtai nazardan qaraganda deb ketsangiz ham, bu balni o'zgartirmaydi. Yoki bo'lmasam, show so'zini o'rniga aytdim-ku, va illustrate degan so'zni qo'llaganingiz bilan darajangiz oshib ketmaydi. Muhimi to'g'ri ma'lumotni to'g'ri tushuntirib bera olishingiz kerak. Xato qilmasdan grammatikada har bir so'z o'zini joyida qo'llanilsin bo'ldi. Balo oshib ketaveradi shuni o'ziga. Yozamiz, ketdik. Hamma yozsinchi. Hamma butun O'zbekiston yozsinchi. Qani guys, ustidan yozaylik-da bu odamlar. Davay guys. G'iyosbek, from an overall perspective, G'iyosbek sizni adminlar anjolni yozmagan shu yerda. Qani? From an overall perspective, the process involves 9 different stages, beginning with writing and concluding with distribution. Of particular significance is the collaborative involvement of writers, publishers, editors, contractors, designers, printers, and distributors throughout the process. Jawahir Jumayev. From an overall perspective, the process of book publishing involves 9 major steps, commencing with writing the manuscript and culminating with distribution to bookshops. Of particular note is the collaborative involvement of different parties like writers, senders, editors, contractor. Voila. Yaxshi, ko'ryapsizlarmi? Qani, hamma yozsin guys. Oddiygina. Birinchi demak introductionda diagramma nechta demak nimadir qilish jarayonida nechta stage borligini ko'rsatadingizlar. Keyin esa overviewda umuman olganda processda nechtadir asosiy bosqichlar bor. 9 misol uchun asosiy bosqichlar bor deysiz. Commencing with va bular qaysidir jarayon bilan boshlanadi-yu. Concluding with something qaysidir jarayon bilan tugaydi. Eng muhimi esa butun jarayon davomida har xil partiyalarda birgalikda ishlaganligidir deb ketasiz har safar. Chunki har bir process aytib, har xil partiyalar birga ishlaydi. Yaxshi. Xo'p, yozadigan bo'lsak buni. Mayli deysizlar-da guys.
tentak bo'lsak ham odammiz deb qo'yaverasizlar darazamanda. Mayli. From an overall perspective, the process involves 9 major steps. Process demak 9 ta katta steplar o'z ichiga olar ekan. Commencing with writing. Writing the crafting the manuscript desak ham bo'ladi. Manuscriptni demak yozishdan boshlanadi. And culminating with distribution to workshops. Workshoplarga yetkazib berish bilan esa tugaydi. Of particular notes, eng ko'zga tashlanadigan narsa esa the collaborative involvement of different parties like writers, editorial experts, yana contractors, designers, printers, and delivery professionals throughout the process. Bo'ldi mana. Ko'rdingizmi? Juda oddiy. Nechta so'z bo'lyapti mana shu ikkalasi hol? 58 ta so'z, guys. Shuni o'zi mana o'zi 60 ta so'z bo'lyapti. Ko'rdingiz, bunga minut ham vaqt ketmaydi. Qaraysiz, har safar the diagram shows how many steps are involved in the procedure of doing something. Diagramda nimadir qilish jarayonida nechta bosqich borligini ko'rsatadi. Keyin umuman olganda o'zi 9 ta bosqich bor, 6 ta, 7 ta, 8 ta bosqich bor. Mana bu bosqichdan boshlanib, mana bu bosqich bilan tugayadi. Eng muhimi esa mana bu narsa, eng muhimi esa har xil mana bu odamlarning mana bu jihozlarni birgalikda foydalanilayotganligini bo'ldi. Qani endi mana bunga keladigan bo'lsak, guys, how plastic bottles are recycled. Plastik botollar qanday recycle qilinishi haqida gap ketyapti. Buni qaytadan to'liq olsak yaxshiroq bo'lardi-da. Hozir. Aman etdingiz, qalbimni yomon etdingiz, deymi? How plastic bottles are recycled. Aman etdingiz, qalbim yomon etdingiz. Na-na-nay. Mana misol uchun men shu hozir plastik botollarni plastikni qanday qilib recycle qilish haqida gap ketyapti. Plastikni qanday qilib recycle qilish haqida gap ketyapti. Mana. Xo'p. Kichkinaroq qo'yaylik-da sizlarga ekranda ko'rinish uchun. Bo'ladi mana. Xo'p, endi overview yozadigan bo'lsak, mana introduction oson. The diagram shows how many steps are involved in the procedure of recycling plastics deysizlar bo'ldi. Overview ga keladigan bo'lsak, from an overall perspective, umumiy nuqtai nazardan qaraganda, the process involves qanchadir yana major steps. Process nechtadir katta asosiy bosqichlar o'z ichiga oladi. Which commence means which, start with desangiz ham bo'ladi, boya aytgan narsam. Qaysiki mana bu bilan boshlanadi, and finish with va mana bu bilan tugaydi desangiz ham bo'ladi, xohlasangiz. U sizga bog'liq bu narsa. Yoki beginning with desak ham bo'ladi. Bu mana bu bilan boshlanadi, and concluding with va mana bu bosqich bilan tugaydi deysizlar. Birinchi nechta bosqich borligi, nechta bosqich bor? Bir. Xo'p, birinchi buy and use bottles, collecting, sorting house. Ga boryapti. Undan oldin shops do'konga esa processingdan boryapti. Processga esa drive qilyapti. Driving, sorting housedan. Oxirida landfillda tugayapti. Bags rubishga chiqarilyapti odamlar tomonidan. Landfilldan yana bular sorting house'ga olib ketaveradi.
of particular note esa the collaborative involvement of nimalardir. Bunda men taxminan nechta bosqich bor? 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bosqich borligi va bu men bu bosqichlardan ham bosqichni tugaydi va eng qizig'i esa different parties, ya'ni har xil partiyalarni, mana bunga o'xshagan partiyalarni butun jarayon davomida throughout the process, butun jarayon davomida birgalikda ishlayotganligi ko'zga tashlanadi ishlar. Yozingizlarchi mana shuni guys. Qani? Qaysi jarayon bilan boshlanib, qaysi jarayon bilan tugash o'ylantirishi mumkin. Shows the recycling process of plastic items. Overall, smaller plastic bags and bags are dumped in landfill, while some plastic goods, like bottles, are recycled after being used. All this plastic waste that can be recycled are first delivered to a sorting facility after being collected. Mana. Collect qilingandan keyin, to'planilgandan keyin sorting facility ga olib kelinyapti deya. Bu joydan yoki bu joydan olib kelinyapti. Plastics are sorted by color, shape and size. Mana color, shape, size ga qarab ajratib olinadi before being temporarily kept in the plant's warehouse while they wait to be sent to their next destination. Afterwards, using vehicles, the sorted plastics are then transported to the final processing site. When they are taken to the factory, which is designed for processing plastic wastes, they are melted by heat at first and then molded in general form. Going through these steps, plastic bottles are transformed into new products and then available outlets. Yaxshi. Demak, mana odamlar bags va rubbishni tashlab yuborishi, ular esa landfillda qolib ketishi. Yoki botillarni demak odamlar tashlashi va ular collect qilib sorting house ga borilishi. Sorting house dan esa demak process ga olib borilishi, processdan esa yangi boshqa mahsulotlar bilan tugaydi. Jarayon yangi mahsulotlar do'konga yetkazilishi bilan tugayapti. Odamlar mahsulotlarni sotib olib foydalanishi bilan jarayon boshlanyapti. Jarayon boshlanadi. Odamlar mahsulotlarni sotib olishi va foydalanishi bilan jarayon tugaydi. Yangi mahsulotlar do'konlarga yuborilishi bilan. Bo'ldimi? Jarayonning boshi va oxiri. Shuni aytasizlar o videoda. Va albatta bu jarayonda users, mahsulotdan foydalanuvchilar, collectors guys, mahsulotlarni collectors, mana bu chiqindilar to'plovchilar, yana sorters, u mahsulotlarni ajratuvchilar, drivers, haydovchilar, processors, process qiluvchilar va albatta shoppers, do'konchilar bu jarayonda birgalikda qatnashyapti. Juda ham oddiyman. Qani, birinchi tushunishga qiyin deb o'yladim, lekin keyin salomat desangiz hammasi yaxshi bo'ldi. Yozing qizlarchi. Screenshot qo'yingizlar-da guys, iloji boricha kanalda guruhiga shunday mana shuni bitkizib bitta screenshot tashlab qo'yingizlar-da. Qani, men hozir sizlarga qaraganimda ko'rmay qolishlaringiz mumkin-da buni. Bitta screenshot tashlab qo'yingizlar. Tun turib. Qani, iPhone chalangizlar. Qo'yingizlarchi. Chotki. Yaxshi. Qani yozamiz endi. Qiynalsangiz ham yozaveringizlarga, chunki boshqa iloji yo'q. Va imtihon topshirsangiz, o'sha process tushib qolish ehtimolligi bor. Mabodo tushib qolgan taqdirda ham introduction bilan deylik, overview ni taxminan bir 2 minutda, 1 minutda yoza olsangiz, mana 1 minutda yozsa bo'ladi kelasi. Introductionda hech qanaqa o'ylanadigan narsa yo'q. Overviewda ham umuman o'ylanadigan narsa yo'q. Shunchaki nechta bosqich borligini sanaysiz, qaysi bosqich bilan boshlanishi yo'q, qaysi bosqichda tugashi. Va nimalar bu joyda birgalikda foydalanilayotganiga aytasiz bo'ldi. Umuman taxminan bir 2 minut ichida pop bitkazib, o'zi bir 60 ta 70 ta so'zlar chotki introduction overview yozsangiz bo'ladi. Keyin bemalol o'ylanib body paragraflarni yozaveramiz. Body paragraflarni hozir yozmaymiz Vera. Hozir men o'zi zo'rg'a tushuntiryapman-da, men hozir. Issiqlik qiladi bugun hammasini o'rgansangiz. Juda issiqlik qilishi mumkin-da bu narsa sizlarga hozir. Birdan kuyib qolish ehtimollaringiz bor.
Hoji Akbar, from an overall perspective, the process of book publishing involves 8 major steps, commencing with people buying and using products and commenting with the delivery to shop. Book publishing emas bu. Plastic bottles bu. Recycling plastics jarayoni bu. Kitob emas bu. From an overall perspective, the process involves 8 different steps, commencing with buying. Commencing with buy emas-da, Jasur Ibrohimov. Commencing with buying and using. Yaxshi. Bir ajoyib yurtimiz bor, yarmi gulzor, yarmi bor. Bir ajoyib yurtimiz bor, opim bujiti bor, yo'llari yopiq. Opim bujiti bor, yo'llari yopiq. Yaxshi. Yaxshi, guys, yaxshi. The process involves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 different steps, beginning with buying and using plastics and concluding with sending new products to shops. The process of plastic recycling. Of particular note is the collaborative involvement of different parties like users, collectors, sorters, drivers, processors, and shoppers throughout the process. Bo'ldi. Ko'rdingizmi, guys? Judayam oddiy, judayam tushunmovchilikni o'zi iloji yo'q mana. 63 ta so'z bo'lyapti. Shuni o'zi. Ko'rdingiz? Demak, yana qaytaraman. Introductionda bunchagi diagramma nimadir qilish jarayonida qancha bosqich borligi ko'rsatadi. Overviewda esa birinchi o'zi nechta bosqich bor, qaysi bosqichdan boshlanib, qaysi bosqich bilan tugashi va albatta nimalar bu jarayonda birgalikda collaborate qilayotganligi. Kimlar birgalikda collaborate qilayotganligi, qanaqa uskunalar birgalikda collaborate qilayotganligi yozasizlar bo'ldi. Shuni o'zi ekan-ku process, guys. Ha? Paragraf yozishim qiyin emas, hali paragraf yozishni ham nasib qilsa ko'rarmiz-ku. Mayli. Xo'p. Endi sizlarga men boyagi intervyuni bir qismini ko'rsatib ketmoqchiman, guys. Chokki bitta frazalarni ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Speaking uchun, writing uchun deymiz-ku. Xo'p, deyalasizlarmi yo'qmi? Deydimi yo'qmi? Hamma bir xil yozsa ball tushib ketmaydimi? Bu qanaqa savol bo'ldi? Hamma bir xil 9 lik yozsa hammaga 9 qo'yapti. Misol uchun agar 9 lik yoza olsangiz, hamma bir xil yozsa degan narsa yo'q. Siz qarang, imtihonda mana shu narsa men ko'pincha bir xil uslub o'rgataman-ku sizlarga, guys. Task2da misol uchun deylik, domain effect deb o'rgataman bir xil uslubda. Shuni bir xil yozadi bolalar. Ko'rsalaringiz qachon task2dan dars o'tsam hamma bir xil yozaku. Task1 ham xuddi shunaqa. Langraf ham bir xil, boshqa narsa ham bir xil ketiladi. Lekin men boya aytgan narsa muhim, guys. It's not about words or structures. Gap siz qo'llayotgan so'zlaringiz yoki strukturalarda emas. Gap IELTSning maqsadida. IELTS task1 processning maqsadi nima dedik? Overviewda jarayon nechta bosqichda o'z ichiga olishini aytishingiz kerak. Shuni aytmasangiz bo'ldi, siz xato qildingiz. Men darajangizdan qat'iy nazar, sizning darajangiz mingmi farqi yo'q narsani, mana shu jarayonda hozir nechta bosqich borligini aytmasangiz bo'ldi, siz xato qildingiz. Bo'ldi.
uchun nima qilish kerak? Siz baribir bosqich iloji yo'q, IELTS da shuni talab qiladi. Siz bir xil yozishingiz kerak aslida. Nechta jarayon borligini aytishingiz kerak. Va albatta qaysi jarayon bilan boshlanib, overviewda qaysi jarayon bilan boshlanib, qaysi jarayon bilan tugashini hech kim olganda. Asosiy ma'lumotlar sifatida-da. Iloji yo'q. Kimdir finishingni qo'llaydi, kimdir beginning, farqi yo'q bu narsa. Keyin umuman olganda meni o'zim qo'llaydigan narsa bu. Buni ham to'g'ri qo'llasangiz, umuman balga ta'sir yo'q. Deylik, bitta jarayonda kimlar birgalikda ishlashni aytib ketamiz. U bir xil, ikki xil degan narsa yo'q. IELTS ga tayyorlanar ekansizlar, guys. IELTS ga tayyorlanar ekansizlar. Men xuddi shu bo'yicha bitta video olgandim, hali tashlashga vaqt bo'lgani yo'q uni. O'rganayotgan narsangizni hammasini 3 xil qismga bo'lib olsangiz bo'ladi-da. Birinchisi useless stuff. Umuman bir tiyinga qimmat keraksiz narsalar bor. O'rganadigan narsalaringiz. Ikkinchisi useful stuff. Ikkinchisi o'rganadigan narsangiz ichida juda foydali narsalar bor. Uchinchisi important stuff. Muhim bo'lgan narsalar bor. Siz haqiqatda darajangizni oshirmoqchimisiz? Birinchisi 100% useless narsadan voz kechish kerak. Deylik, bolalar vaqtini oddiy hello deyishdi, 10 xil yo'lini aytishni o'rganishga sarflaydi. Men hello desam bo'lmaydi, uni o'rniga mana shunday YouTube'ga kiringizlar-da hozir. Shunday YouTube'ga kirib turib, shunday yozsangiz hello deyishni bir 30 xil yo'li. Yoki bo'lmasam, bilasizlar-a, IELTS vocabulary deb shunday YouTube'ga yozingizlar-da, guys. Shunday kirib yozing YouTube'ga. Nima deb chiqadi bilasizlarmi? Ayta, "Men bu" deydi, IELTS 5 lik so'z bo'lmaydi bu so'zlar deydi. Uni o'rniga mana IELTS 9 lik so'z, men buni qo'lla deydi. Ko'rasizlar-a u narsani? Important degan so'z deydi. Bo'lmaydi, important. Buni o'rniga imperative deb qo'lla. Buni o'rniga crucial deb qo'lla. Buni o'rniga essential deb qo'lla. Degan narsalar bir tiyinga qimmat narsalar. Umuman odamni fikrini tushuntirishga, darajasini oshirishga, insho yozishga, gapirishga umuman yordam bermaydigan narsalar. Bir tiyinga qimmat narsalar. Shundan voz keching. Siz berayotgan savolim shunaqa savol. Siz shuncha narsa, misol uchun ancha narsani savol bersangiz bo'ladi. Siz hamma bir xil yozsa bal tushmaydimi deysiz. Tasavvur qiling, siz speakingga kirdilaringiz, sizlardan bir xil savol so'rayapti. Tasavvur qilingizlar, guys. Examiner sizdan savol so'rayapti, guys. What do you like to do in your free time? Guys, examiner hammamizdan imtihonda savol so'rayapti. Bo'sh vaqtingizda nima bilan shug'ullanishni yoqtirasiz deyapti. Men kitob o'qishni yoqtiraman deyapman. Siz ham kitob o'qishni yoqtirasiz deyapsiz. Eshmat ham kitob o'qishni yoqtiraman deyapti. Boshqalar ham kitob o'qishni yoqtiraman deyapti. Bo'ldi, endi hamma kitob o'qishni yoqtiraman degan uchun darajani pasaytiradimi examiner? Examinerga farqi yo'q siz nimani yoqtirishingiz. Gap o'sha fikringizni tushuntirib bera olishda. Siz xato qilasiz. Men kitob o'qishni yoqtiraman deyotgan vaqtingiz siz xato qo'llaysiz nimanidir. Siz to'ni tashlab ketasiz. Siz artikelda tashlab ketasiz. Bo'ldi, darajangiz pasayib ketaveradi. Men qandaydir aynan inglizlar ishlatadigan bitta frazani ishlatib ketish mumkin, men darajam oshib ketishi mumkin. Lekin bir xil javob u qanaqa mantiq u? Bir xil javob berdingiz degani daraja pasayadi degan narsa. Xuddi shunday yana ko'p narsa bor. Deylik, IELTS ga tayyorlanayotganda qiladigan narsalarimiz bor yoki umuman foydasiz. Hatto men bolalarga beradigan maslahatim. Hatto foydali narsalarni ham qilmaslik kerak, guys. Misol uchun, men har safar sizlarga aytaman, deylik, speaking appdagi savollarga tayyorlanish. Speaking appdagi savollar bilan ishlash. Foydali. Agar speaking appdagi savollarga tayyorlansangiz, speakingdan o'zingizga bo'lgan sal ishonch ortadi. Har holda IELTS da qanaqa savollar tushunib bilib olasiz. Lekin ular darajangizni oshirmaydi. Uni o'rniga speakingdan siz qilishingiz muhim bo'lganiga ish turibdi. Siz speaking appda 4 ta savolda turib, har kuni savol yodlayverasiz. Darajangizni oshirish uchun. Mana, u foydali, to'g'ri. Darajangizni oshishi mumkin sekin-sekin. Lekin undan ko'ra muhimroq bo'lgan narsalar bor baribir. Tushunyapsizlarmi? Writingdan ham. Bolalar shunchaki insho yozib yuradi, faqatgina. Yangi narsa o'rganmaydi. Yangi uslub, yangi struktura, yangi so'z, yangi g'oya, hech narsa yo'q. Shunchaki kecha nimani bilsa bola, bugun ham shuni biladi, lekin insho yozadi. Kecha insho yozdingiz, yana nima uchun insho yozyapsiz? Hali hech narsa nimani ko'rsatmoqchisiz inshongizda? Yangi narsa o'rgandingizmi kechadan hozirgachaki, o'sha yangi narsani inshongizda qo'llasangiz, darajangiz sal oshsa. Yangi narsa o'rganmagan bo'lsangiz, u nima uchun insho yozyapsiz? Tushunyapsizmi? Bir hafta oldin siz insho yozgan bo'lsangiz, taxminan 6 oylik insho yozgan bo'lsangiz, hali hozirgacha hech qanaqa yangi uslub o'rganmangiz, yangi deylik, yetarlicha frazalar, collocationlarni aktiv qilganingiz yo'qsiz. Strukturalar shu turibdi. Hech yangi narsa o'rganmasdan yana qaytadan insho yozyapsiz bir haftadan keyin.
Nega endi siz darajangiz oshishi kerak? Lekin insho yozish bu degani foydasi degani emas, guys. Insho yozish ham foydali. Ha, insho yozish foydali. Ha, har holda deylik, allaqachon bilgan so'zlaringizni qo'llashtirgan olasiz. Allaqachon bilgan strukturalaringizni sal aktivroq ishlatishni o'rganasiz. Lekin undan ko'ra muhimroq bo'lgan narsalar bor. Ko'ryapsizlarmi? Siz haqiqatda vaqtni maksimallashtirish xohlasangiz, juda qisqa vaqt ichida yuqori natijaga, hatto foydali narsalarni ham qilishni to'xtatish kerak. Faqatgina muhim narsalar qilish kerak. Bu narsani o'zingizni hayotingizdan bilsalaringiz ham bo'ladi. Mana oddiy olib qarasangiz, deylik, mana hozir guys, darsga qatnashyapsiz, to'g'rimi? Darsga qatnashyapsiz. Hozir kechga mana kech bo'lyapti, salqin kun. Hozir tashqariga chiqib sal yursangiz odamga foyda. Sal tashqariga chiqib hozir sayr qilsangiz odamga foyda. Nimaga siz darsga qo'shilyapsiz? Darsga qatnashning o'rniga hozir salqingina kun. Yaxshi har holda-da. Uyda issiqda misol uchun uyda pishib o'tirmay, tashqariga chiqib sal sayr qilsangiz bo'lmaydimi? Foydali-ku. Qonaylarinish yaxshilanadi, sal fikrlashingiz yaxshilanadi, sal o'ylashga vaqt bo'ladi. Faqat telefondan chalg'ib, sal o'ylashga, fikrlashga vaqt bo'ladi. Nega o'sha foydali ishni qilmaysiz? Chunki undan ko'ra muhimroq bo'lgan ishlaringiz bor hozir sizda. Xo'man jondarsga qatnashayotgan bo'lishingiz mumkin. Jondarsga qatnashib bo'lgandan keyin uyga o'spangiz qilishingiz mumkin. Keyin uxlashingiz mumkin. Lekin tashqariga chiqib sayr qilishdan ganingiz bor. Lekin u degani tashqariga chiqib sayr qilish zarar degani emas. Yo foydasi ham emas, foydali, lekin undan ko'ra muhimroq ishlaringiz bor. Tushunasizlarmi? Xuddi shunday juda ko'p narsalar bor yana. Biz deylik qilmaydigan. Chunki shunchaki ular foydali, ulardan ko'ra muhimroq ishlar bor. IELTSda ham tayyorlanarkanmiz, xuddi o'sha falsafani qo'llab ketursangiz bo'ladi. Deylik shunchaki YouTube'ga kirib, deylik bola video ko'rib o'tiraveradi. Yoki bo'lmasam listening practice test ishlab o'tiraveradi. Umuman u mantiqqa to'g'ri kelayotgan narsa emas u. Umuman mantiq. Men IELTSda men 5.5 olganimdan beri listening practice test ishlamaganman birovman. O'zim o'tiribda, biron marta o'zim o'tirib, men 5.5 olganimdan beri listening test qilmadim. Biron marta o'zim shunchaki o'tirib. Qarang, men necha marta men shuncha imtihon topshiraman-da. Imtihondan oldin men ham qiziqsam bo'ladi, to'g'rimi? Qarab, to'xta, men erta 2 kundan keyin imtihonim. To'xta, erta 1 haftadan keyin imtihonim. O'zi listeningim hali ham 9 mikan? Bir ko'ray deb listening ishlab yoki readingda. To'xta, meni readingim hali ham 9 mikan? Ha? Doktor bir vaqtga qo'yib ishlab ko'raychi demaganman. Chunki u darajamni oshirmasligini bilaman. Men 60 minut vaqtga qo'yib reading ishlab ko'rishim mumkin. Darajam nechligini bilishim mumkin. Lekin u xuddi kistamdagi pulni sanashga o'xshaydi. Ha, xuddi hozir kistangizda qancha pul bor? Ha, bilmasligingiz mumkin. Bilish uchun sanab ko'rishingiz mumkin. Lekin u degani boy bo'lib qolasiz degani emas-ku. Kistangizda pulni sanaysiz, deysiz 200 ming bor ekan. Har holda bugun yetigan nimadir. Yoki men buncha pul bor ekan deysiz. Practice test qilishlar ham shunga o'xshaydi. Shunchaki kistangizda pulni sanashga o'xshaydi. Pul sanaverasiz, qancha pulingiz borligini bilib olasiz. O'zingizga bo'lgan ishonch ortishi mumkin. Chotki pulim bor ekan-ku. Ha? Chotki deb turaverasiz, lekin boy bo'lib qolmaysiz. Xuddi shunday practice qilaverasiz. Deysiz, 25 ta topdim bugun. 36 ta chiqdi listining ham deysiz. Yoki bolalar, readingim deydi 38 ta chiqdi deb-ku. Ha? Shunchaki bilib olaverasiz, mayli. Lekin u sizni boy qilib qo'ymaydi. Shunchaki pulni sanash. Shunchaki practice test yetish sizning darajangizni oshirmaydi. Aksincha ko'pincha imtihongacha o'zini aldab qo'yadi bolalar. Ha, o'zini ko'pincha yetarlicha ishlamayotganligini yashirish uchun ham, meni listeningim 35 tadan tushib ketgan yo'q, 35 ta chiqyapti, mana deb practice ishlab yuraveradi. Yoki readingim hali ham 35 tadan pasaygan yo'q, mana deb reading ishlab yuraveradi. Lekin shunday imtihonga kirib, u dardi yeydi. O'ldi, 6.5 chiqdi. Ha, endi shu kuni men imtihon topshirgan kunim savollar qiyin bo'lib ketibdi. Chunki o'zi shunaqa bo'lar ekan, o'zi yozda odatda qiyin savol tushib qolar ekan, yoz o'zi shunaqa sezon ekan. Men shu yozga to'g'ri kelib qoluvdi-da meni imtihonim, lekin imtihondan oldin o'zim 35 ta, 8 ham topayotgandim. Endi imtihon topshirsam aniq kamida 8 ham olaman. Bo'ldi shu. Ko'ryapsizlarmi? Bilaman-da men sizlar, guys. Mana sizlar. Mayli. Xo'p. Videoni analiz qilamiz degandik, ha? Videochani.
Yo'q, practice test qilish bilan practice qilishning farqi bor-da, guys. U degani, ya'ni men readingdan practice qilmanglar yo insho yozmanglar demoqchi emasman. Lekin bolalarda insho yozishi noto'g'ri yoki readingdan practice qilishi noto'g'ri bolalar. Nima uchun? Bolalar reading ishlaganda umuman yangi so'zga e'tibor bermaydi. Ha, mana o'zingiz ayting. Qachon readingdan practice test qilayotganingizda, reading passage 1 echayotganingiz, passage 2, endi meni darsimga qatnashmay yo boshqa darsga qatnashmay o'zingiz ishlagan vaqtingizda readingdan hech biron marta siz so'zlarni inglizcha tarjimasidan o'rganib, orqasidan gapirib berishga harakat qilasizmi? Yo'q. Readingdan practice test yechayotganda bolalar pop 1 soat ichida practice test yechadi, 35 ta topdim deydi. Bo'ldi. U xuddi boya kistada pulni sanashga o'xshaydi. Yoki insho yozayotganda hech qanaqa yangi narsani o'rganmaydi. Shunchaki inshoni yozadi, bo'ldi. Dedi, chotga deydi. 20 minutdan yozdim deydi. Yoki 35 minutdan yozdim deydi, bo'ldi. Ya'ni mantiqan o'ylasalaringiz bo'ladi. Bu narsalar uchun faylasuf bo'lishlaringizning hojati yo'q. Ha? Desalaringiz o'zi yetadi. Xo'p, endi listeningga tahlil qilamizmi, guys? Speakingga. Speakingchaga tahlil qilib ko'ramizmi? Nima deysizlar? Nima deysizlar? Katta qo'rg'in. Qanday bo'ladi hozir ishlar? Chotgami? Yaxshi. Xo'p, men Modi'ni intervyusini onlayn kursdagilarga bergan edim oldin. Offlayndagilarga ham, onlayndagilarga ham tahlil qilishni vazifa sifatida, lekin orada men ko'rmagan bitta joyim qolib ketgan ekanda. Modi'ni intervyusida men o'sha ko'rmagan joylarimni kecha, mana men sizlarga boya aytdim-ku, guys. O'rgatayotgan har bitta narsam o'zim aniq qilgan ishlarim yoki hozir qilayotgan ishlarim. Ham dars o'tayotganimda yoki o'zim tayyorlanayotgan vaqtimda ham. Mana shuni kecha men o'zim kamida yana mana shu intervyuni adashmasam kami bir 4 martalar ko'rib chiqdim. O'zi 3,5 soatlik intervyuda, lekin aniq men 4 martalar ko'rib chiqdim mana shu intervyuni. Shunchaki qo'llanilgan fraza, o'zi qo'llanilgan g'oyalar zo'r bo'lganligi uchun ham, shunchaki o'zi mavzular qiziq bo'lganligi uchun ham 4 martalar o'zi hozirgacha ko'rib chiqdim. Kechagina aynan men bu joyda power, qudrat va hard work haqida gapirgani bor edi. Power and hard, qudrat va mehnatkashlik haqida gapirgan. O'sha joyni men tahlil qilayotganimda shunaqangi chotki frazalar ko'rib qoldim. Degan narsalarda o'sha narsalarni sizlar bilan bo'lishib ketaman. Qarang. Xo'p, sizlarga bu narsa ko'rinyaptimikin? Ko'rinyaptimikin? Ko'rinyapti. Tintak dedim. Look, I never experienced mana ketdik. Lives. Like you mentioned, you work a lot. Mana qarangizlar, boshlaylik. Birinchi oddiy joylarni tahlil qilib ketaveramiz, keyin yangi zo'r fraza chiqsa ko'ramiz. Like you mentioned, you work a lot. Mana har bir gapni aytgandan keyin orqasidan takrorlash kerak speaking pronunciation uchun. Like you mentioned. Siz eshitdik, you work a lot. Siz ko'p ishlaysiz deyapti. You give your whole soul to your work. Siz to'liq o'zingizda qalbingizni ishingizga bag'ishlaysiz deyapti. You give your whole soul to your work. Do you ever get lonely? Do you ever get lonely? Qarang, siz ko'p mehnat qilasiz, bor qalbingizni ishga bag'ishlaysiz. Do you ever get lonely? Hech o'zingizni yolg'iz his qilasizmi deyapti. Endi bergan javobini qarangizlar, chotki javobcha chiqqan. Look, I never experienced loneliness. Look, I never experienced loneliness. Xo'p, qarang deyapti. Men umuman yolg'izlikni boshdan kechirmayman. Endi buni sababini tushuntirgan, qarang. Because I am an ardent believer in the philosophy of 1 + 1. Because I'm an ardent believer in the philosophy of 1 + Chunki men 1 + 1 falsafasiga kuchli ishonaman deyapti. Ardent believer degani kuchli ishonuvchi odam. Ishtiyoq bilan nimagadir ishonsangiz, I'm an ardent believer in hard work deyishingiz mumkin. Men mehnatkashlikka ardent believer, kuchli ishonaman.
I'm an ardent believer in humility. Men kamtarlikka juda kuchli ishonaman. Demak, ardent degani enthusiastic degani. Mana ardent degani very enthusiastic or passionate. Judayam enthusiastic, ishtiyoqmand yoki passionate o'sha ishtiyoqqa boy bo'lish. An ardent supporter of the cause of education. Ta'limda juda ishtiyoqmand, qo'llab-quvvatlovchi odam deyapti. Ardent believer. Demak, Modi nimaga ishonar ekan, guys? Modi yolg'iz qilmas ekan uni. Because he is an ardent believer in the philosophy of 1+1. Chunki u 1+1 falsafasiga juda ishonar ekan. Endi mana 1+1 falsafasini ko'ramiz, qarang. 1+1 falsafasi degani, guys, odam o'zi bilan yaratilishi degan. Ya'ni har doim oldingizda ya'ni Xudo har doim sizga tepadan qarab turgandek o'zingizni his qilishingiz o'sha 1+1 filosofiyasi hisoblanadi. Har doim, ya'ni yolg'iz emas deb bilsangiz o'zingizda o'sha tepada yaratgan sizga qarab turganligini his qilsangiz, o'sha 1+1 filosofiyasi hisoblanadi. Ya'ni men hech qachon yolg'iz his qilmayman, chunki har doim o'sha Xudo meni ko'rib turganligini bilaman ma'nosida aytayapti-da bu. And this philosophy of 1+1 is aligned with my moral compass. Buni qarang endi, guys. And this philosophy of 1+1 is aligned with my moral compass. Bu nima degani? Align with degani, guys, nimagadir mos kelmoq degani. Nimagadir to'g'ri kelmoq. Misol uchun, guys, teaching is aligned with my personality. Yoki teaching aligns with my personality. Berish meni shaxsiyatimga to'g'ri keladi. Aligned with degan nimagadir mos kelish, to'g'ri kelish. Biror bir narsa sizning qadriyatlaringiz, fikrlaringizga to'g'ri kelsa, o'sha narsa align with my nimadir deb ketaversangiz bo'ladi. To'g'ri kelish deganda, xullas kalom. Align with. Endi moral compass degani, bu aytayapti-ku, bu falsafa meni moral compassimga to'g'ri kelyapti. Moral compass degani, oddiy kompas bor-ku, guys, shimolni ko'rsatadigan, ya'ni yo'nalishni ko'rsatadigan narsa kompas degani-ku. Endi moral compass degani, axloqiy kompas degani, sizga ich-ichingizdan o'sha yo'nalishni, to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan narsa moral compass degani. Har bitta odamda ich-ichida o'zini axloqiy kompasi bo'ladi-ku. Misol uchun siz biror bir yomon ish qilmoqchi bo'lsangiz, ich-ichingizdan shuni yomonligini bilasiz. O'sha yomon ishdan sizni qaytaradigan o'zingizda qadriyatlaringiz bor. O'zingizning tarbiyangizdan kelib chiqib, o'zingiz o'rgangan narsalardan kelib chiqib, o'z insoniylik qilib ishongan narsalarimiz bor-ku, qadriyatlarimiz. Deylik, yolg'on gapirishdan bizni to'sib turishi mumkin, yoki kimgadir yomonlik qilishdan bizni to'sib turishi, yoki kimgadir yordam berishga undashi mumkin. O'sha moral compass degan sizda axloqiy jihatdan qarorlaringiz, harakatlaringizni yo'naltirib turuvchi kompasingiz moral compass. Endi something is aligned with my moral compass desak, mana qarang, nimadir meni axloqiy kompasimga to'g'ri keladi desangiz, when something is aligned with your moral compass, it means it's in agreement with your personal values, beliefs, and sense of what's right and wrong. Qarang, u narsa sizning shaxsiy qadriyatlaringiz, fikrlaringiz va nima to'g'ri yoki noto'g'ri deb bilishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni umuman olganda, misol uchun aytishingiz mumkin, yolg'on gapirish meni axloqiy qadriyatlarimga, fikrlarimga to'g'ri kelmaydi o'zi desangiz, lying is not aligned with my moral compass deysiz. Yoki odamlarga hurmatsizlik qilish deyishingiz mumkin, meni axloqiy kompasimga to'g'ri kelmaydi desangiz, demak disrespecting other people is not aligned with my moral compass deysiz. Qarang, yoki bo'lmasam deylik, odamlarni yerga urish, odamlarga past nazarda qarash menga to'g'ri kelmaydi axloqimga desangiz, looking down on people or putting people down do not align with my moral compass. Ko'rdingizmi? Nimadir meni axloqimga to'g'ri keladi, nimadir meni axloqimga to'g'ri kelmaydi. Demak, Modining axloqiga o'sha falsafa to'g'ri kelar ekan, juda mos kelar ekan. Ko'rdingiz? Qani endi mana shunga bitta gap tuzib ketsak bo'ladi, guys. Bitta gap tuzib ketsak bo'ladi. What is aligned with your moral compass? Sizda axloqiy kompasingizga, personal values, beliefs, sizda qadriyatlaringizga, fikrlaringizga nima qilish to'g'ri keladi? Misol uchun helping people, odamlarga yordam berish deyishingiz mumkin, is aligned with my moral compass. Yoki bo'lmasam working as hard as possible, iloji boricha qattiq mehnat qilish meni qadriyatlarimga to'g'ri keladi. Yoki bo'lmasam o'z ustimda ishlash meni qadriyatlarimga
moral compassimga to'g'ri keladi. Yo'q, farqi yo'q. Treating people with kindness and compassion. Odamlarni demak, kechirimlilik, xushmuomalalik bilan odamlarga muomalada bo'lish is aligned with my moral compass deyishimiz mumkin. Qani? Nimadir meni axloqiy qadriyatlarimga to'g'ri keladi yoki to'g'ri kelmaydi desangiz qo'llaysizlar. Wasting time, vaqtni isrof qilish is not aligned with my moral compass, which is why I avoid scrolling through social media mindlessly deyishingiz mumkin. Vaqt isrof qilish meni axloqiy kompassimga to'g'ri kelmaydi, shuning uchun ham social mediada to'xtovsiz aylanishdan qochaman. Qarang. Qani? Being honest is aligned with my moral compass. Something is aligned, something is aligned with my moral compass. Nimadir meni moral compassimga to'g'ri keladi. Yoki something is not aligned with my moral compass. Xo'jani personality ni ham qo'shib ketsangiz bilan nimadir meni shaxsiyatimga to'g'ri keladi desangiz, something is aligned with my personality. Qani? Lekin moral compass bu juda katta so'z, guys. Bunaqa frazalarni 9lik va speakingdan 8.5lik odamlargina yaxshi qo'llaydi. Qarang, axloqiy kompas. Qarang, o'zi o'zbek tilida ham bu qanaqa so'zda, to'g'rimi? Kompas degan so'z qanaqa chotki ma'noda ketyapti ishlatiladi. Laughing at people is not aligned with my moral compass. Treating people equally regardless of their financial background is aligned with my moral compass. Nice. Javohir Jumayev, siz boshlangiz yana. Siz boshlangiz yana. Siz yana boshlangiz. O'ldirib ekansiz siz bizni astaga. Behaving in a condescending manner. O'tgan dars ko'rgandik-ku guys, o'zini yomon tutish degan narsani ko'rdik. Eslaysizlarmi guys? Behaving in a condescending, guys, behaving in a condescending and domineering manner degan narsani ko'rgandik-ku, boshqalarni yerga urib, hurmatsizlik qilib o'zingizda tutish. Behaving in a condescending and domineering manner. Mana shu narsa menga to'g'ri kelmaydi deyishingiz mumkin. Qarang. Behaving in a condescending or dominating manner is not aligned with my moral compass. Xullas, axloqqa, qadriyatlarga to'g'ri keladigan narsa bilan qo'llashda bu. Yaxshi guys. Ko'rlangiz a? Endi xuddi shunday men qarab ketaveringizlarda, shunaqa zo'r frazalar chiqadi, xo'p, tentak bo'lib qolasizlar guys. Degan narsa bo'lib qoladi, qarang. And whenever I am asked to elaborate on this outlook, and whenever qachon bo'lmasa, and whenever I'm asked to elaborate on this outlook, va men qachon bo'lmasa, mana shu falsafa, mana shu dunyoqarash haqida elaborate, ya'ni ham fikrimni tushuntirib berishim so'ralsa, deyapti. Ya'ni o'sha 1 + 1 deyapti-da. 1 + 1 bagisi haqida mendan kimdir fikr so'rasa, look, I say the first one represents Modi and the other one represents the Almighty. Qarang, the first one represents Modi and the other one represents the Almighty. Birinchisi deyapti 1 + 1 ku 1 + 1. Birinchisi demak Modini, ya'ni meni o'zimni bildiradi deyapti. Ikkinchisi Almighty degan o'sha yaratgan zotni bildiradi deyapti. I am never alone, for he is always there to keep me company. Buni qarang endi. I am never alone. Men hech qachon yolg'iz emasman, for chunki he is always there to keep me company. Chunki u har doim shu yerda to keep me company. Guys, keep me company nima degani? Nima deb o'ylaysizlar? Keep me company. Qarang. Men hech qachon yolg'iz emasman, chunki yaratgan zot deyapti, har doim shu yerda to keep me company. Nima degani bu? Qani taxminan. Shunday inglizcha tarjimasiga qaraysiz. Kompaniya deyapti deysiz. Nima degani u kompaniya deysizdan shunday qarasangiz, keep someone company. Buni qarangizlar. Keep someone company degani accompany or spend time with someone. Kim bilandir vaqt sarflash yoki kimgadir hamrohlik qilish in order to prevent them from feeling lonely or bored. Ularni zerikkanday o'zlarini yolg'iz his qilishdan to'xtatish oldini olish uchun. Qarang, biror bir odamga sheriklik bo'lsa, ya'ni bitta odam bilan o'tirib birga ichsangiz, misol uchun, o'lsam bu dunyoda turib, yig'lashib, ichib o'tirsangiz, you are keeping that person company. O'sha odamga sheriklik qilayotgan bo'lasiz-da. Ko'rdingizmi? Yoki shunchaki kim bilandir vaqt do'stlaringiz bilan, hey, catch up with friends, hang out with my friends dedik-ku.
do'stlar bilan vaqt sarflayman, boshqa va biror bir do'stingiz bor, bir yaqin odamingiz kimnidir o'zini yolg'iz his qilishdan, demak, prevents, oldini olish uchun vaqt sarflasangiz, you are keeping that person company. O'sha odamni company qilayotgan bo'lasiz. Yoki boshqa odam, siz aytishingiz mumkin, meni yaqin do'stlarim, my close friends always keep me company. Meni yaqin do'stlarim har doim keep me company degani menga hamroh bo'ladi. Meni yolg'iz his qilishimdan o'zimni to'xtatadi deyishdi. Ko'rdingizmi? Qani bunga ham bitta gap yozingizlarchi guys. More often than not, who keeps you company? Qani odatda who keeps you company? Usually. Odatda kim misol uchun sizda who prevents you from feeling lonely and bored? Kim sizda zerikkanda o'zingizni yoki lonely, juda yolg'iz his qilishingizdan kim sizni to'xtatadi? Siz gap tuzmaylik, iltimos. Javohir, iltimos siz gap tuzmaylik-ku. My mother keeps me company. Keeps dengda. My mother keeps me company. Only your parents can keep you company and back you up at any tough time. My parents keep me company. Qani yana. Who keeps you company? Who prevents you from feeling lonely or bored? Qarang, inglizcha tarjimasini bilan o'rganib olishimiz kerakda. My mom can keep me company. Nice. Only my brother keeps me company. My family members always keep me company. My support teacher keeps me company by encouraging hard work. More often than not, ChatGPT keeps me company. Guys, hozirgi kunda ChatGPT misol uchun deylik, odamlarni ChatGPT botlari keeps people company. Guys, ChatGPT bots are keeping people company. Hozir ChatGPT botlari odamlarni o'zini yolg'iz his qilishdan yoki zerikib qolishdan to'xtatyapti misol uchun. Qarang. Ko'rdingizmi? Demak, bu narsani mana ertaga guys, imtihonda erta family, oila haqida gapirsangiz, friends, do'stlar haqida gapirsangiz yoki loneliness, yolg'izlik, qiyinchilik haqida gapirsangiz yoki free time, bo'sh vaqtni qanday saqlash haqida gapirsangiz, shunaqa vaziyatlarda someone always keeps me company deb qo'llab ketursangiz bo'ladi. Men endi qarang, buni har bir gapini men eshityapsiz, orqasidan gapirib ketirish kerakda. Men Maudini mana shu 2-3 ta gapini eshitish kerak, so'zlar tarjima qilish kerak. Endi o'ylang. Maudidan misol uchun Lex Fridman savol so'radi. Do you ever get lonely? Siz o'zingizni yolg'iz his qilasizmi dedi. Bu aytdi, I never experience loneliness. Men hech qachon yolg'izlikni boshdan kechirmayman. Tushuntirdi. I'm an ardent believer. I'm a passionate, enthusiastic believer in the philosophy of 1+1. Which means the first one represents Maudi and the second one represents the Almighty, which is why he is always there to keep me company, and I never experienced loneliness as a result of his presence. After that, Company. This is just how I function. This is just how I function. Men mana shunday yashayman deyapti. Function degani qandaydir ish olib borish, yashash, harakat qilishga o'xshaydi function. Having wholeheartedly embraced the ideals of Swami Vivekananda, I firmly believe that service to mankind is service to God. I believe that service to mankind is service to God. Insoniyatga xizmat qilish, yaratganga xizmat qilish deb ishonaman. For me, the nation itself is divine, and mankind is a reflection of the divine. For me, the nation itself is divine. Men uchun millatni o'zi ilohiy, divine ilohiy, ha? Men uchun millatni, mana bu xalqni o'zi ilohiy deyapti va insoniyat o'sha ilohiylikni bir aksi deyapti. I walk this path with the conviction that serving the people is serving the divine. That's why the very notion of struggling with loneliness has never even remotely crossed my mind. That's why the very notion of struggling with loneliness has never even remotely crossed my mind. Shunam yolg'izlikdan aziyat chekish degan tushunchani o'zi, demak, hatto umuman
meni xayolimga ham kelmagan deyapti. Cross my mind, something crossed my mind desangiz, nimadir xayolimga keladi deganda. Something has never mind desangiz, oh, it has never crossed my mind deydi-ku. U umuman meni xayolimga kelmagan ekan deydi. Qarang, misol uchun deylik, insho yozayotgan vaqtimiz qaniydir zo'r g'oya bersak, boshqa bitta bola zo'r g'oya aytsa, oh, that's a great idea. It has never crossed my mind deyishimiz mumkin. Zo'r g'oya, u hech meni xayolimga kelmabdi deydi. Cross my mind. Yoki aytishingiz mumkin, giving up on my goals has never crossed my mind. Maqsadlarimdan voz kechish hech qachon meni xayolimga kelmagan. Qarang. Yoki bo'lmasam, shunga o'xshaganda, nimadir qilish hech meni xayolimga kelmagan deb turasizda. Like at the time of pandemic, with the lockdown and traveling restrictions in place, Demak, at the time of pandemic, pandemiya vaqtida with the lockdown and traveling restrictions in place. Demak, sayohatlanganda va hamma odam uydan chiqmaganda deyapti. I came up with a way to make the most of my time. I came up with a way to make the most of my time. Come up with something degani nimadir o'ylab topish bilasizlar. I came up with a way deyapti. Men bitta yo'l o'ylab topdim to make the most of my time. Vaqtimdan unumli foydalanish uchun. Make the most of something degani nimadandir zo'r foydalanib qolish degani. Ha, misol uchun you have to make the most of this lesson. Siz mana shu darsdan zo'r foydalanib qolishingiz kerak. Ha? You have to make the most of your days. Siz o'zingizni har kunlik kunlaringizdan zo'r foydalanib qolishingiz kerak. You have to make the most of IELTS. IELTSdan zo'r foydalanib qolishingiz kerak. So Modi came up with a way, Modi bitta yo'l o'ylab topdi to make the most out of his time. Vaqtidan to'liq zo'r foydalanib qolish uchun. Qani nima qildi u? Time. I designed a governance model that seamlessly through video conferencing. I kept myself occupied with remote work and virtual meetings. I kept myself occupied with remote work and virtual meetings. Men o'sha COVID-19 vaqtida deyapti, remote work, masofaviy ish va virtual uchrashuvlar orqali o'zimni band qilib turdim deyapti. Another thing I did was to connect with the people I had worked with throughout my life. Among my party's volunteers nationwide, I made a list of those who were 70 and older. Some of the volunteers. Mana qarang. Yana boshqa narsa bitta qilgan narsam deyapti. Men o'zim hayotim davomida bilgan odamlar bilan connect bog'landim deyapti. Ha, men aynan 70 yosh va 70 yoshdan kattaroq bo'lgan odamlarning listini tuzdim deyapti va o'sha odamlar bilan suhbatlashib turdim deyapti. And some of the volunteers va o'sha xohlab men bilan suhbatlashgan odamlar bir qanchasi had very humble beginnings. Qarang, come from humble beginnings deb o'tgandim-ku sizlarga, bilasizlarmi? Kambag'al, oddiy kelib chiqishdan kelmoq degan. Biror bir odam hozirgi kunda muvaffaqiyatli, boy qandaydir bo'lsa, lekin o'zi deylik kambag'al oiladan kelib chiqqan bo'lsa, oh, he comes from humble beginnings. She comes from humble beginnings. They come from humble beginnings deb aytsak bo'ladi. Kamtarona oiladan kelib chiqqan deganda, kamtarona beginnings. Qarang, kelib chiqishdan bo'lgan odam. Humble beginnings. Mana shu bitta gap yozib qo'ysangizlar, guys. Do you come from humble beginnings? Ja, hozir muvaffaqiyatga erishmagan bo'lsa ham, kimdir kambag'al oiladan chiqqan bo'lsa, demak, someone comes from humble beginnings desangiz bo'ladi. Qani? Birorta bir do you come from humble beginnings, guys? Siz o'zingiz humble beginningsdan kelib chiqasizmi, yo'qmi? Do you come from a high income family or humble beginnings? Qani? Mana 100% qo'llasa bo'layotgan narsalar bor. Modi himself comes from humble beginnings, actually. Ishmat comes from humble beginnings. Ana. Ishmat haqida gap so'rash kerak ko'pincha. I come from humble beginnings. I come from humble beginnings. Elon Musk came from humble beginnings. O'ldirdingiz-ku. Elon Musk otasini bilasizmi kim bo'lgan? I come from humble beginnings. My father comes from humble beginnings. I come from humble beginnings. Nice.
Nice. Ko'rdingizmi? Merlin comes from humble beginnings. Ajoyib-ku. I don't come from humble beginnings. Man, qarang, I come from humble beginnings yoki I don't come from humble beginnings deb tursangiz ham bo'ladi. Cristiano Ronaldo comes from humble beginnings. Lionel Messi comes from humble beginnings, etc. Yaxshi. Demak, mana Modi, guys, during the lockdowns and travel restrictions in place, o'sha COVID-19 vaqtida remote work bilan, virtual meetings bilan shug'ullanibdi. Yoshi 70 yosh va 70 yoshdan kattaroq bo'lgan bu volontyorlar bilan bog'lanibdi o'sha vaqtda. Had very humble beginnings and came from very modest backgrounds. Qarang, came from modest backgrounds. I personally called every volunteer age 70 and above. I made it to inquire about their health and their Oh, mana qarang, guys. I made it a point to inquire about their health and their family's well-being. Make it a point degani nimanidir maqsad qilib qo'ymoq degani, guys. Misol uchun, many people make it a point to get rich. Ko'p odamlar boy bo'lib ketishni maqsad qo'ya oldiga. Some people make it a point to get into shape. Ayrim odamlar zo'r ko'rinishga ega bo'lishni o'ziga maqsad qiladi. Some people make it a point to make money, to become famous. Ayrim odamlar mashhur bo'lishni make it a point maqsad qiladi. I make it a point to do something sangiz, men nimanidir maqsad qo'yaman oldimga degan. Bu demak o'ziga maqsad qo'yib ekan o'sha vaziyatda boyagi 70 yosh va 70 yoshdan katta bo'lgan o'zini eski tanishlarini salomatligi va oilasini holi haqida so'rashni maqsad qilib qo'yibdi. family's well-being. I inquired about how their area was coping. I asked these questions to make sure they were doing well. This allowed me to build rapport with them. This allowed me to build rapport with them. Build rapport degani yaxshi munosabat o'rnatmoq degani kim bilandir. You have to build rapport with your colleagues desak, sen hamkasblaring bilan zo'r munosabat o'rnatib olishing kerak degani. Build rapport with someone. Mana qarang. So build rapport with someone. Kim bilandir yaxshi munosabat o'rnatishda shunday qilish uchun focus on active listening. E'tibor bilan tinglang deyapti. Showing genuine interest. Qiziqish ko'rsating. Finding common grounds. O'xshash joylaringizni toping. Maintaining positive body language. Yaxshi body language davom ettiring to create a connection and foster trust. Ko'rdingizmi, guys? Guys, do you make it a point to qo'llab ketsak bo'ladi, guys? Do you make it a point to build rapport with your neighbors? Guys, siz qo'shnilaringiz bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishga make it a point. Harakat qilasizmi? Qani? Do you make it a point to build rapport with your colleagues? Guys, with your neighbors? Qo'shnilaringiz bilan build rapport qilishga harakat qilasizmi, yo'qmi? Mana qarang. The ability to establish a comfortable, harmonious relationship where both people feel understood and valued. Whether in personal relationships or professional settings, good rapport helps facilitate effective communication and lays the groundwork for meaningful connections. Lay the groundwork for something degani nimadir uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi degani, guys. Qarang, good rapport lays the groundwork for meaningful relationships. Yaxshi rapport zo'r munosabatlar uchun poydevor bo'lib xizmat qilar ekanda. Lays the groundwork. Qani? Do you make it a point to build rapport with your colleagues? Yaxshi. So anyways, guys,
mana bu lazy groundwork ham gap tuzvorsak bo'ladi, guys. What lays the groundwork for success? Nima deb o'ylaysizlar, guys? Muvaffaqiyat uchun nima poydevor qurib beradi? Guys, what lays the groundwork for success? Muvaffaqiyat uchun nima groundwork, foundation qo'yib beradi? Nima foundatsiya bo'lib beradi? Qani muvaffaqiyat uchun? In life, in career, in everything. Qani muvaffaqiyat uchun nima lays the groundwork? Demak, foundation bo'lib beradi. Mana poydevor bo'lib bermoq deganda. Qarang, good reports poydevor bo'lib beradi yaxshi munosabatlar uchun. Lay the groundwork for something. Man, lay the groundwork for means to prepare the conditions or do the preliminary work that will make someone else possible or successful. Mana qarang, the company is laying the groundwork for market development. Kompaniya marketni rivojlantirish uchun poydevor qo'yapti. What lays the groundwork for success in life? Hayotda nima muvaffaqiyat uchun poydevor bo'lib beradi? Lays a strong foundationga sinonimda bu. Hard work, determination, sacrifice, everything lays the groundwork for success. Yaxshi, guys. Nice. Let's keep going. And we would go down the memory lane. Oh, buni qarang, guys. Buni qarang, guys. Demak, bu va 70 yoshdan oshgan odamlar bilan muloqot qildi ekan, virtual meetinglar orqali muloqot qilgan. Ularni demak salomatligi, oilasining salomatligida so'rashdi, o'ziga maqsad qo'ygan, build report qilishga harakat qilgan. Endi qarangizlar. This allowed me to build rapport with them, and we would go down the memory lane. Oh, no. Qarang. Va biz deyapti. Would degani nimadir qilardik. We would go down the memory lane. Go down the memory lane degani, guys, birorta bir odam bilan yoki shunchaki o'zingiz o'tmishni yo'lagidan yurish degani. Ya'ni shunchaki o'tmishni o'ylab qolishingiz, just think about the past boshqacharoq aytishda bu. Shunchaki o'tmish haqida o'ylashni bir va xotiralar yo'lagidan borish deganda bu. Ba'zi shunchaki eslab bir maktab vaqtingizni yoki bir oldingi 1 yil oldingi vaqtni, bir oy oldingi bir xotiralarni o'ylab qolasiz-ku. Onda sonda, every once in a while. O'sha vaqtda you are going down the memory lane. Xotiralar lane bo'ylab borayotgan bo'lasiz. Xuddi shuni qarang, do'stlarimiz bilan suhbatlashganimizda, guys, our friends keep us company. Do'stlarimiz keep us company qilganda, oila bilan suhbatlashganimizda, bir yaqin odamlar bilan suhbatlashganimizda odatda we just go down the memory lane. Biz o'tmish haqida suhbatlashamiz-ku. We reminisce about the past, guys. Reminisce ni qo'llab ketsangiz bo'ladi. Reminisce about the past degani o'tmish haqida quvonch bilan eslash degani. Eslaysam men maktabda zo'r bo'laydi, menda mana bunday bo'laydi, turib quvonch bilan eslash, ya'ni g'amgin bo'lib, mana bunday bo'lganda deb g'amgin bo'lmasdan, o'tmishda bo'lgan yaxshi narsalar eslasangiz, xotirlasangiz, you are reminiscing about the past. Reminisce about. The past means to think, talk, or write about past experiences, often with pleasure or nostalgia. Mana qarang, nostalgia degani nima edi? Qumsash degani-ku, o'tmishda. Qarang, qumsash yoki xursandchilik bilan o'tmish haqida eslasangiz, gapirsangiz, you are reminiscing about the past. Misol uchun men aytsam, desam bir 2-3 yillar oldin desam, o'quvchilar, "Hey, mana bunday zo'r harakat qilaydi bolalar. Aytsam, mana bunday bo'laydi" deb misol uchun o'tmish haqida zo'r eslasam, xotirlasam, zo'ritda oldin desam, I'm reminiscing about the past. Yoki oldinlar desam, mana bunday bo'laydi, yoshligimizda deylik, uydagilar bilan birga mana bu joyga boraydik, bunday qilaydik deb eslasam, yo jo'ralar bilan mana bunday yuraydik, bunday qilaydik deb eslasangiz, maza qilib, you are
going down the memory lane and reminiscing about the past. Xotiralar lane'ida, xotiralar yo'lagidan yurgan bo'lasiz va o'tmish haqida reminisce qilayotgan bo'lasizda. Qani guys, do you go down the memory lane and reminisce about the past every once in a while? Qani, ba'zida siz ham xotiralar yo'lagidan borib, o'tmish haqida gapirib, o'ylab qolasizmi, yo'qmi? Mana, time that you spent thinking about and remembering the past. Qarang, o'tmishni eslab, o'tmish haqida o'ylashda. Going to a place again in order to remind yourself of past experiences. Yoki qarang, birorta bir sizga o'tmishni eslatadigan joyga borishingiz ham go down the memory lane degan ekan. Misol uchun, yoshligingizda o'qigan maktabga borsangiz yoki maktabning yonidan o'tsangiz, you go down the memory lane. O'sha maktabda futbol o'ynaganlaringiz yoki jo'ralaringiz yotganlar bilan yoki qaysidir misol uchun doskaga chiqqanlaringiz birdan ko'z oldingizga kelishi mumkin-ku. When you are in close proximity to your childhood school, you naturally go down the memory lane and reminisce about your school days. How often do you go down the memory lane and reminisce about the past? Guys? Every once in a while, ba'zidami yoki tez o'ylab turasizmi o'tmish haqida? Qani qo'llangizlar. Go down the memory lane and reminisce about the past. Xo'ni? Demak, bu ham aytdi-ku boya guys. 70 yoshdan ziyod bo'lgan tanishlarim bilan bog'landim dedi-ku. Shuning ham o'zini eski tanishlar bilan bog'langanda, shuning ham o'tmishdagi voqealar haqida o'zi gaplashganda, demak, tanishlari bilan. So they would go down the memory lane. How often do you go down the memory lane? Just reminiscing about the past. When I passed my last school, which is specialized, I walked down the memory lane. Walk down the memory lane symbol. When I ride a bicycle, I go down the memory lane and reminisce about past events. Yaxshi. Zo'rda qarang, frazalar, dahshat frazalarda guys. Bu frazalarni kitobdan o'rganib bo'lmaydi-da. Juda muhim narsalarda lekin. I go down the memory lane and reminisce about my childhood, reminisce about the past. Teacher, bu birot philosophical gapirayotganda. Da. Shuni ham yoqdi-da menga ham intervyu. Qarangizlar, eshitsalaringiz, misol uchun, Maudiylarni ham albatta nima har xil kamchiligi, bizga qo'shilmaydigan bir fikrlar nimalardir bor deyildi. Lekin umuman olganda shunchaki eshitsangiz, endi odamni bir eshitishda qanaqaligini, bilim boshqa narsasini bilib ko'r. Lekin shunchaki mana shu odam 3,5 soat intervyu bo'lganda, 3,5 soat eshitsangiz, orada 1 minut ham keraksiz narsani gapirmagan. Misol uchun siz shunchaki biz gaplashadigan bo'lsak yoki o'zbek tilida intervyu ko'rsalaringiz, misol uchun men ko'rmaganman, o'zbek tilida 4-5 yildan beri biror narsa eshitmaganman. Lekin o'zbek tilida o'zi biror bir odam bilan gaplashsalaringiz ham biz misol uchun 90% gapimiz shunchaki ko'pik bo'ladi-ku, to'g'rimi? Keraksiz narsa bo'ladi. Shunchaki bir tinga qimmat narsa bo'ladi, bir 10% gapiradigan narsamiz muhim narsa bo'ladi. Yoki 1% gapiradigan narsamiz muhim narsa, qolgani bir tinga aylantirib yuraveramizda, gap topib qochib yuraveramiz. Lekin har bitta misol uchun gapirgan gapiga qarasangiz, buni boshidan intervyu ko'rib, har bittasi aynan o'sha nuqtasiga uradigan gaplar bo'lganda, fikrni chotki tushuntirib berib ketaverganda fikrini. Vobshe maza qildim men. Buncha fikr qanaqasiga buncha fikr odamda bor deb turib. So anyways, he made it a point to inquire his old friends about their health and their financial well-being, and not financial well-being, but their family's well-being. And they would talk, they would go back and forth, and they would walk down the memory lane and reminisce about the past. They were touched that the Prime Minister would check on them. Mana qarang,
They were touched. Touch degani ushlamoq degani bilasizlar. Lekin touching degan fraza bor, odamni hissiyotini o'ynatib yuboradigan narsa degan. Misol uchun bitta zo'r qo'shiq eshitsangiz, kino ko'rsangiz, odamni ko'ziga yosh kelib ketsa yoki shunchalik hissiyotlarni o'ynatib yuboradigan bir narsalar bo'larki, bir videolar yoki kinolar. Shunchaki odam boshqacha o'qitadi ko'rsa. O'sha narsa touching hisoblanadi, moving hisoblanadi. And they were touched deyapti. Ular ham xuddi shunday hissiyot jihatdan ta'sirlangan ediki, check on them in the pandemic. Prime Minister pandemiyada ulardan xabar olayotganligidan ta'sirlangandir deyapti. Check in with someone o'rgangandik-ku guys. Kimdandir xabar olib turmoq. Ha? I check in with my relatives every once in a while. Men ba'zida qarindoshlarimdan xabar olaman desak, I check in with my relatives. yoki I check on my relatives desangiz bor. Check on kimdandir xabar olib turishdi. In the pandemic, I made around 40 calls every day without fail. I carried on with this throughout the pandemic. It gave me the chance to reconnect and relive old memories with familiar faces. Loneliness is never a concern for me, as I always find ways to stay engaged. And I have long been at peace with myself. The time I spent in the Himalayas have helped me develop this. I've heard from many people that you are the hardest worker they know. What's your philosophy behind that? Maybe you put in crazy hours every single day. Do you ever get tired? Qarang, bu ham zo'r savollar beryapti. Boya do you ever get so lonely? Siz hech o'zingizni yolg'iz his qilasizmi degandim, men javob berdi. Endi you put in crazy hours. Do you ever get tired? Siz juda ko'p soat mehnat qilasiz. I've heard from many people that you are the hardest working person they know, deyapti. Siz juda ko'pchilik odam uchun ular bo'lgan eng mehnatkash odam ekansiz, deyapti. Do you ever get tired? Hech charchaysizmi, deyapti. What's your source of strength and perseverance through all of that? Look, first of all, I don't believe I'm the only one working. I look at the people around me and always think, these people work harder than I do. When I think about farmers, I realize how hard they work. They toil and sweat under the open sky day. Buni qarangizlar, guys. Bu aytyapti, I don't believe I am the one. I am the only one working hard. Faqatgina men qattiq mehnat qilyapman deb o'ylamayman, deyapti. When I think about kimlar haqida o'ylasam dedi? Farmers, men fermerlar haqida o'ylaganimda tushunib yetaman, ular qanchalik mehnat qilishini deb zo'r fraza qo'ldan qarang. I realize how hard they work. They toil and sweat under the open sky. Day after day. Ular har kuni toil and sweat under the open sky. Ochiq osmon ostida, demak, terlab ishlaydi deyapti. Toil and sweat degani qattiq mehnat qilish degani, guys. Toil and sweat. Birinchi ko'rsak bo'ladi o'zini. Toil and sweat. Mana, toil and sweat signifies hard, continuous, often exhausting labor. Mana, sizni charchatuvchi, doimiy qattiq mehnat. Efforts implying a great deal of physical or mental exertion. Ko'p miqdorda jismonan, aqlan ishlash degan ekanda. Toil and sweat. Qarang, I have been toiling and sweating. Desangiz, men qattiq mehnat qilib kelyapman degan ekan. They had given their blood, sweat and tears. Bu boshqa fraza bu. Give your blood, sweat and tears degani bu ham qattiq mehnat qilish, lekin bu boshqa fraza bu. Toil and sweat under the open sky desak, endi ochiq osmon ostida tashqarida mehnat qilishda, fermerlar shunaqa-ku, tashqarida mehnat qiladi. Toil and sweat under the open sky. Man, qarang. They toil and sweat under the sky, signifies hard physical labor, the exertion of involved in working diligently under the open sky, often in a demanding or challenging environments. O'sha, demak, he doesn't think he is the only one working hard. When he thinks about farmers, for example, he comes to the realization that they toil and sweat under the open sky day after day. The open sky day after day. When I look at our country's soldiers, I think about how many hours someone spends working tirelessly in snow, deserts, or even underwater day and night. When I see a laborer, I think about how hard they're working. I always think about how hard our mothers and sisters work in every family
for the happiness of the family. They're the first to wake up and the last to go to bed, taking care of everyone in the family, while also managing social responsibilities. Thinking of all this, I'm in awe of how hard people work. Mana qarang, hammadan misol keltiryapti. Soldiers, askarlardan misol, farmersdan misol keltirdi, laborers, oddiy mehnat qiladiganlardan misol keltirdi, sisters and mothers. Ayollardan misol keltirdi. They are the ones who go to bed late and wake up early while also managing social responsibilities there. And thinking all of this, bular hammasini o'ylab, I'm in awe of how hard people work. Bular hammasini o'ylasam, men hayron qolaman odamlar qanchalik mehnat qilishdan deyapti. I am in awe of how someone does something sangiz, men odam nimadir qandaydir qilishdan juda hayron qolaman degan. Qarang, dahshatda I'm in awe of how you have been managing all these responsibilities. Sen buncha narsani qanday eplab ketganingdan hayronman. I'm in awe of how my parents have been able to put up with me. Desangiz, meni ota-onam qanday menga chidaganligidan hayron qolaman-da. Desangiz, I'm in awe of how my parents have been putting up with me. Qarang, nimadandir hayron qolish. I'm in awe of something. Hayron qolaman degan. Dahshat fraza hamda har bitta struktura ham budir, fraza ham budir. Shokka ketaverganda hozir shunday. So I think, how can I sleep? How can I relax? So naturally, the most... Shunaqa. Ko'rdingizmi guys? Mana o'tgan safar ham aslida men sizlarga bu narsani ko'rsatgan edim, o'sha tahlil qilishlaringiz uchun. Lekin mana qarang, shuncha narsada, buncha narsani hatto kitobdan o'rganib bo'lmaydi guys. Mana shu narsalarga vaqt sarflashni sekin-sekin boshlash kerak. Shu mana shunaqa videolar bilan ishlashni sekin-sekin, artikl, maqolalar bilan ishlashni sekin-sekin boshlash kerak. Ko'pchilik o'qituvchilar ko'pincha bu narsalarni o'quvchilarga ko'pincha, endi ayrimlari undan boshqa yo'lda tayyorlanadi o'qituvchilar. O'qituvchilarda o'zi bunaqa yo'lda tayyorlanmasligi mumkin, shuning uchun o'rgatmasligi mumkin o'quvchilarga. Lekin yana ayrim o'qituvchilar bor. Masalan, men bilgan asosiy o'qituvchilar hammasi asosiy darajasini shunday oshirgan. Mana shunday videoni tahlil qilib oshiradi, asosiy darajasi yuqorilar. Masalan, siz bitta speakni 9 olgan, 8.5 olgan, yo o'zi darajasi 8.5 deb o'qituvchilar ko'rsangiz, ular deylik Cambridge kitobidagi testni yechib darajasini oshirmaganda, yoki bir vagi collocation kitobdan darajasi oshirmaganda ular. Mana shunaqa videolar tahlil qilish orqali oshirgan darajasi. Lekin o'quvchilarda endi baribir darajasi pastroq. O'quvchilar undan ko'ra oddiy kitobda ishlagani yaxshi deb turib, baribir kitobda ishlash osonroq. Chunki kitoblar jamlangan hamma narsa, uchun ham kitoblardan dars berishni baribir afzal ko'radi ko'pchilik o'qituvchilar. O'zlari lekin asosiy darajasini boshqacha yo'lda oshirgan bo'lsa ham. Lekin mana agar buni siz o'rganib olsangiz, hatto ko'pincha o'qituvchini ham kerak bo'lmay qoladi. Haqiqatan emas, video bilan zo'r ishlash o'rgansangiz bo'ldi. Listening bilan speaking ketdi degan o'zi. Siz umuman meni ko'rsin balki. Agar haqiqatda siz maqola, artikllar haqiqatda tahlil qilishni o'rgansangiz, qiyin u. Chotki mukammal tahlil qilib, xuddi hozirgidek har bitta frazaga e'tibor berib, har bir frazani inglizcha tarjimasini o'rganib, xuddi bu ardent degan so'z nima bo'lib chiqdi? I'm an ardent believer in the philosophy of 1 + 1 dedik-ku. Ardent so'zini nima dedik? Enthusiastic and passionate bo'lib chiqdi misol uchun. Xuddi inglizcha tarjimasini bir frazani o'rganib, orqasidan gapirib keta olsangiz, maqola tahlil qilayotganda ham bo'ldi, siz meni reading yo writing degan kurslarni bitta o'qilaveradi. Shunaqa. Qiziq, men hozir oxirgi aytgan narsasiga-da, men o'zim oldin eslayman, IELTS dan tayyorlanishimdan oldin maktabda o'qiyotgan vaqtimda juda ko'p vaqt davomida aslida siyosatchi bo'lmoqchi bo'lganman-da. Juda ham ko'p vaqt davomida. O'zi 9-sinflargachadir, balki 8-9-sinflargacha siyosatga qiziqqanman. Shu ham tarixni juda yaxshi vaqtda tarixga qiziqib, tarixni o'qib yurardim. Iqtisodiyot xuddi shunga o'xshagan fanlarni yaxshi o'qib ketish uchun. Va shu vaqtda guys, qiziq voqea bo'lganda, men tarixdan bir repetitorga borgandim. O'zimizda qishloqda bitta odam o'sha qishloqda, narigi qishloqda, boshqa qishloqda kollejda, bizda qishloqdan narigi qishloqda kollej bor edi. O'sha kollejda tarixdan bitta yaxshi o'qituvchi tarixdan repetitor o'tgan edi. Men shunga borgandim. Taxminan 7-sinf vaqtimda endi. Men u vaqt she'r yozib, kitobxonlik tanlovlariga ham qatnashib yurdim.
uchun u tomonlama ham menda rejalar bor edi. Futbolga boshqa narsa qilsa yuring, u tomonlama ham rejalarim bor edi, boshqa. Lekin baribir tarix bo'yicha o'qib siyosat chizmoqchi. Xuddi shunda men repetitorga borgandim-da. Va o'shanda men noldan borganman repetitorga. Shunchaki maktabda o'qib yurganman, undan oldin tarixda, lekin yaxshi o'qib yurganman. Ayniqsa 6-7 sinflar tarixini yaxshi bilib shunda. Repetitor borganman. Repetitorda bir 2-3 yildan beri tayyorlanayotgan bolalar ham bor edi. Va borishni boshlaganman. O'zi 1 oylar ichida repetitorga zo'r kirishib ketganman va repetitorda test olinardi. 100 ta, misol uchun deylik, har darsda bir 2 darsda bir 100 ta test olardik-da. 100 ta test ishlardim, 100 ta testdan bitta ham xato qilmasdim. O'sha tarixdan borgan vaqtimda. Hammasini chotka ishlardim. Lekin men ko'p mehnat qilmasdim unchalik. Oldin tarixni bilganligim uchun va o'rtacha mehnat qilganligim uchun 100 ta. Juda kamdan kam xato qilardim. Agar xato qilsam, har doim men bilan yana bitta bola bordi o'sha azamatdan, u tomondan. O'sha ikkalamiz har safar zo'r topardik. 100 tadan 100 ta topardik, deyarli umuman xato chiqmasdi ikkalamizda. Lekin shunda bitta bola bor edi. Ismini aytmayman lekin bitta bola bor edi. O'sha repetitorga boradigan tarixdan. Shunaqa mehnat qilardi o'sha bola. Shunday qarardim men, juda ko'ngli sof, juda ko'ngli ochiq bolaligi bilinardi-da. O'zimiz qatori, o'zimiz tengiyda adashmasam. Bizda o'sha bola ham borardi repetitorga. Endi ular kambag'al oiladan edi, juda ham. Endi qishloqda o'zi biz hamma hech kim boy oiladan bo'lmagan, lekin u ancha kambag'al oiladanligi bilinib turardi. Ancha kambag'al oiladandi. Uni yagona umidi o'sha tarixdan deylik o'qishga kirib ketish edi. O'sha vaziyatda. Tarixdan borardi repetitorga. Endi men o'sha vaqtda 7-sinf, men 8-sinf bo'lganman. Ko'p bormaganman, men umumiy o'zi 3 oymi borganman repetitorga shunda. Umumiy olganda. Bo'ldi, undan oldin bormaganman, keyin bormaganman. Shunda lekin qaraganimda o'sha bolaga zo'r mehnat qilganda, qancha mehnat qilsa borardi. Darsga eng birinchi borib turardi, darsdan eng oxirgi darsni tark etaydi. Chotki mehnat qilaydi-da. Lekin shunchaki o'zi o'sha bolada IQ yetishmasdi baribir. O'zi ayrim bolalarni bilasizlar-ku, misol uchun bitta narsani o'qisa birdan eslab qoladigan odamlar bor. Misol uchun meni o'zimdacha mukammal bo'lmasa ham xotiram ancha yaxshi. O'zi tug'ma. U narsani bilmayman. O'zi yaxshiroq har holda xotiram yoki tushunishimda. U bolada o'zi qiyin edi tushunishi. Uchun men ko'rdim-da o'sha bola shunday mehnat qilaydi, shunda ham gapirishga qiynalaydi. O'zimiz qatori bo'laydi, bilim olishga baribir qiynalaydi. Qancha mehnat qilishi foydasi bo'lib qolgandi-da. Shunchaki darajasi oshmasdi. Tarixdan kelardi, gapirishga ko'zi misol uchun yig'iga to'lib gapirishga harakat qilaverardi ham, mavzuni lekin gapira olmasdi. Xuddi shunda qarab men o'ylagandim-da. Ayrim odamlar, mana shu misol uchun Mavdiga o'xshagan odamlar, o'zi ayrim odamlar boshqa odamlar uchun ham javobgar bo'ladi-da ba'zida. Xuddi shunday men dars berayotgan vaqtimda bolalar ko'raman, men IELTSdan dars berayotgan vaqtimda unaqa bolalar kam. Ya'ni deyarli har bitta bolani qo'lidan keladi IELTSdan 9 olish. O'rtacha bola bilan ishlasam, shunchaki suhbatlashib ko'rsam men bilaman. Yagona agar to'g'ri yo'lda mehnat qilsa, o'rtacha bola IELTSdan 9 olishga qurbi yetadi. U degan 9 olish shart degani emas. Hammaning har xil yo'nalishi bor. Muhimi IELTSdan 9 olala u bola degani boshqa har qanday ishni ham zo'r qila oladi. Ya'ni aytmoqchimanki, menga o'sha IELTSdan keladigan deyarli har bitta bola, o'sha 99% o'quvchi agar tayyorlansa IELTSdan 9 ola oladi. Agar IELTS tashlab turib deylik boshqa ish qilmoqchi bo'lsa, shifokor bo'lmoqchi bo'lsa, eng zo'r shifokor bo'la oladi. O'zini sohasini mukammal egallay olishga shunchaki Xudo bergan talantni o'zi yetadi demoqchiman. Shunchaki mehnatni qo'shib qo'ysa orqasidan Xudo bergan talantni o'zi yetadi. Lekin hammada ham mana shu Xudo bergan talant bo'lmaydi-da. Hammani ham miyasi, sizlarga bu narsa bilinmaydi-da, yoki meni o'zimga bilinmaydi bu narsa. Sizlar bilan men shuncha kitobni o'qib ketaveramiz, zo'r ekan deb esingizda qolib ketaverasizda. Siz bilan men so'z yodlab ketaveramiz, bu ardent nima degan edi, guys, deyman, enthusiastic, passionate esingizda qolib ketaveradi. Guys, toil and sweat nima degan ekan, siz esingizda qolib ketaveradi-da. Siz bunga e'tibor bermaysiz. Qarang, lekin mehnat qilmasak ham siz bilan men ko'pchiligimizda 90%larimizda balki undan kamroqdir, balki undan ko'proqdir. Lekin shuncha odamda tug'ma qobiliyat bor, shunchaki o'qigan narsasini eslab qolishga yoki o'qigan narsasini tushunishga, eshitgan narsasini tushunishga yoki atrofga qarab boshqa odamlar ko'rmaydigan narsani ko'rishga. Bunday qarab turib nimalar bo'layotganligini ich-ichingizdan tushunib turishga bo'lgan hammada ham bu qobiliyat bo'lmaydi.
hamma odam ham shunchaki yashayotgan vaqti atrofida nima bo'layotganligini tushunavermaydi. O'sha narsani tushunish qobiliyati bo'lsa sizda, orqasidan o'zingiz mehnatni qo'shib, shuni tushunish qobiliyati bo'lmayotganlarga ham yordam berib qo'yish kerakda. Men o'sha vaqtdan o'zi o'ylaganimda, xuddi shunday maktabda ham men o'qiganimda, bizni sinfda ham xuddi shunaqa bu narsa ko'p bo'lgan. O'zlaringiz ham bilasizlar, misol uchun maktablarga deylik 7 yoshdan bola maktabga borsa hozir, 7 yoshdan boradigan bo'lsa, e'tibor beringizlarda. 7 yoshida yaxshi o'qiy olmaydigan bolalar bo'ladi. O'sha 1-sinfdan maktab borgandan birdan o'zi 1-sinfdan 2 oladigan bolalar bo'ladi. Yoki deylik o'zi tug'ma o'sha bilim olishi astaroq, yoki deylik oilaviy sharoit yaxshi emas, bilim olishga mo'ljallanmagan oilaviy sharoit. Yetarlicha sharoit yo'q, ular bilim olishga harakat qila olmaydi. Misol uchun men bitta eng yaqin o'sha jo'ralamning bittasiga IELTSdan tayyorlanayotgan vaqtimda ishlayman. O'zim uyda tayyorlanayotganimda borib turib, "Jo'ra, baribir vaqtingni yo'q qilib qo'yapsan. Ki IELTSdan tayyorlan, ball olsang, mana onlayn dars bermoqchiman. Menga yordam ber. Yoki mana shunday sen chetga o'qishga kirsang bo'ladi. Mana bu davlatga ketsang bo'ladi. Hattoki ishlayman desang ham, Rossiyaga borib ishlamay, mana bu davlatda ishlasang bo'ladi" deganimda, "Jo'ra, men kartochkamni ekishim kerak" degandi-da. Tushunasizmi? Ya'ni haqiqatda shunday bo'lgan. Agarda ishlayotganda shunchaki borib turib, hashar qilib shunchaki o'sha jo'ram bilan ishlayotgan vaqtimizda gaplashganmiz-da. U shunchaki kartochka ekyapmiz, o'sha misol uchun jo'ramligida o'sha vaziyatda. Uchun jo'ra, lekin baribir mana shu boshlashingga ketdi, sen ham IELTSda, baribir erta iloji yo'q, baribir nimadir qilish kerak, chetga ketishga nimagadir yordam beradi deganda, jo'ra, men kartochka ekyapman deydi-da o'sha jo'ra. Haqiqatda lekin shunday bo'lganda, ya'ni meni ota-onam o'zlari kartochka ekkan, menga o'qishimga imkon berish uchun-da vaqtida. Uchun endi men qarzman. Men endi kartochkani ekaman, ota-onam o'zlari xohlagan ishni qilish uchun. Xuddi shunday mana shunaqa juda ko'p narsalar bor. Siz bilan men e'tibor bermaymiz-da. Xuddi shunday, misol uchun o'zlaringiz ham shunday maktab davringizda ishlasangiz, yo maktabda o'qisangiz, yo o'z shunday atrofga qarasangiz, bir kursga tayyorlansangiz, o'zingiz e'tibor berasiz-da. Ayrim bolalar bor, sizdan ko'ra yaxshi mehnat qiladi. Sizdan ko'ra o'sha bolalar IELTSdan yaxshiroq ball olishga arziydi. Lekin baribir darajasi oshmaydi. Shunaqa bolalar bor. Mehnatni qilsa ham darajasi oshmaydigan bolalar bor. Sizda sal o'qisangiz esingizda qolyaptimi? Sal bitta narsani o'rgansangiz qo'llay olyapsizmi? Sal bo'lsa ham tushunyapsizmi siz? Siz qaysidir ma'noda javobgarsiz. Hali nasib qilsa muvaffaqiyatli bo'lib, o'shanaqa bolalarga ham javob berish uchun-da. O'shanaqa bolalarga ham yordam berish uchun. Uchun bu narsaga ko'p e'tibor bermaymiz biz. Lekin mana shu Modi aytayotgan narsa ham o'sha narsani tushunsangiz bo'ladi-da. Qaraysiz, ko'pchilik odam shunchaki deylik, yaxshi, udar, chopki odamlar, hammasi. Hamma odam misol uchun oilasini boqishdi, bu farzand boshqa narsani xohlaydi. Lekin shunchaki nimalardir yetishmaydi, lekin nimalar yetishmayotganligini o'zlari ham bilmaydi-da ko'pincha. Xuddi shunaqa vaqtda hozir imkon bor vaziyatda ko'pchiligimizga yaqin odamlarimiz, ota-onamiz yo boshqalar sharoit yaratib bergan vaziyatda, yoki hatto yaqin odamingiz, ota-onangiz sharoit yaratib bermagan bo'lsa ham, hattoki yaratgan sizga o'sha bilim olish imkonini bergan bo'lsa o'zi, yoki kechmagan shunday bitta narsani tushunish imkonini bergan bo'lsa, bu juda katta narsa. Undan foydalanib qolish kerak. O'zingiz uchun emas, boshqalar uchun ham foydalanib qolish kerak. O'zimizdan ko'ra, bizdan ko'ra munosibroq bo'lgan odamlar bor chunki menga. Mendan ko'ra, misol uchun mana shunday deylik, o'tirib, dars berib o'tirishga mendan ko'ra munosibroq o'qituvchilar bor. Uchun meni haqqim yo'q, shuni suiiste'mol qilishga. Chunki sizdan ko'ra munosibroq bolalar bor. Mana shu darsda o'tirib, misol uchun tomosha qilishga-da. Uyda yotib, do'xtirchani misol uchun boshqa qo'yib, o'tirib, darsga o'tirishga sizdan ko'ra ancha arziydigan bolalar bor. Lekin ular bu narsani qila olmaydi. Oilaviy sharoiti yo boshqa narsalardan kelib chiqib. Balki telefoni yo'q, kompyuteri yo'q bolalar bor. Hozir ham O'zbekistonda ham bor. Shuni ham suiiste'mol qilmaslik kerak. Shunaqa guys, bo'ldi qilamiz. Process aslida men o'sha o'tmoqchi edim, bugun sizlarga to'liq o'taman degandim. Lekin mana introduction bilan faqat overview yozishni o'rgandik va videoni tahlil qildik. Sog' bo'lingizlar. Salomat bo'lingizlar guys.